bugungi podkastimiz inshaalloh oltinchi band bilan atkaz olgan molani ham gapiramiz-da. gapirish kerak. Asossiz Hamma atkaz, yo'qda asossiz atkaz ochiq bo'ldi. oydin gapirish kerak. Buni haligimi? Teg pasporti sababli. Teg pasporti eski bo'lgani aybimi bo'lani deb aytaverasiz. Aytaverish kerak-da, to'g'ri. Ketdik aka. Bismillah. Ilohim ziyorat degan. Bu bolanikimi? Qaysi edi bobur? Qaysi? U bola vizasi xato kelgan. Keyin bileti kuydi. Vizasi xato kelgan. Bola men bilan ko'rishdi. O'sha bola. Assalomu alaykum Bright Future qadrli obunachilari, talabalar, ota-onalar hamda biz bilan bitta sohada ishlaydigan hamkasblar. Xo'p, bugungi podkastimiz inshaalloh sizlar uchun manfaatli bo'ladi deb umid qilamiz. Sababi 25-yil kuzgi semestrda mana o'tkazib oldik. Hozir sentyabr oyining oxiri. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlar kutmagan ma'lumotlarni ochiq-oydin aytamiz inshaalloh. Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor. Ismim Abdulmuxtor, 28 yoshdaman hamda mana shu Bright Future firmasi hamda o'quv markazlarini rahbari va asoschisi hisoblanaman. O'ng qo'limda o'tirgan shaxs bu Sherzodbek, Andijon ofisimizda ijrochi direktori va chap qo'limda o'tirgan Boburbek, Toshkent ofisimizda ijrochi direktori va menejeri hisoblanadi. Bobur, nimadan boshlaymiz? Sherzod? Xo'p, endi birinchi o'rinda introduction tugagan bo'lsa, asosiy o'sha 2025-yil kuzgi semestrda bo'lgan voqealar haqida, umuman immigratsiya elchixonani yangiliklari, kutilmagan yangiliklar deymizmi? Shular haqida boshlasak bo'ladi menimcha. Xo'p. Unda bunday qilaylik. Xo'p, hozirgi intervyumiz hammaga foydali bo'lishi uchun hali kompaniya tarixi nimadirlarni cho'zib o'tirmasdan sirazi pointga o'tamiz. Xudo xolasa case by case ko'rib chiqamiz. Hozir mana ko'rsating. Kameraga vizalarni, statistikalarni hammasini tayyorlab olganmiz. Xudo xolasa bu podkastda ko'rish uchun yaxshilab joylashib, oldinglarga qog'oz ruchka olsanglar, kerakli joylarni o'zingizlarga zametkalarga yozib olsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, 25-yil kuzgi semestrda ham o'tkazib oldik. Jami hisobda nechta viza chiqdi bizning firmadan hozir? Umumiy hisobda hisoblaydigan bo'lsak, 356 ta viza chiqdi. 356 ta viza chiqdi va bularning ichidan adashmasam 86 tasi elektron viza hisoblanadi. Va menimcha O'zbekiston bo'yicha общий viza hisobida ham va elektron viza hisobida ham menimcha rekord natija bo'lsa kerak bu natija. Kasbiy ta'lim bo'yicha ham eng ko'p elektron viza bizning firmamizdan chiqdi. Menimcha bizning firmadan chiqdi. 23 ta o'quvchimizga umumiy 3 ta universitetga elektron viza chiqdi kasbiy ta'limga ham. 3 ta universitet bu ham asosiy jihati. Ko'pchilik hali bitta universitet bilan ishlayotgan paytda bizda konsalting o'sha kasbiy ta'lim bu semestr uchun yangi bo'lgan taqdirda ham 3 ta universitet bilan kelishuv qila olib 3 ta universitetga topshirdik. Elektron viza. Elektron viza o'sha kasbiy ta'limga elektron viza o'zi yangilik bo'ldi. Yangilik bo'ldi bu semestr uchun, kuzgi semestr uchun Kunjang, Dongi, o'sha Cho'ngam kabi universitetga topshirib, umumiy 23 ta viza oldik. 23 ta viza oldik общий hisobda va bu menimcha hozirgi paytda O'zbekiston bo'yicha ham eng birinchilardan bo'lib qoldi kasbiy ta'limga elektron vizani va eng ko'p student biza firmadan chiqdi. Demak, Dongi universitetiga 20 ta talaba qabul qilingandi va immigratsiya tomonidan hammasini vizalari chiqdi. Elchixonaga topshirganda 19 ta talabaga viza berildi. Ya'ni elchixonadan ham bir qator tasdiqlab olish kerak edi baribir. Bu narsani yana bir narsa qiziq sifatida aytib o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik Telex kodini olganda bo'ldi, bizga viza chiqdi deb reklama berib e'lon qilib boshladi, lekin biz e'lon qilmadik, kutdik, sabab bilardik, hali u narsa oxiri yetmagan ish bo'lganligi uchun oldin elchixonaga topshirdik hujjatlarni va ko'rdikki, rostdan ham oxiriga yetmagan ekan. U narsa Telex chiqdi degani, viza chiqdi degani ham emas ekan. Buni misol bu semestrda tajribamizda ko'rib chiqdik. Bitta o'quvchimiz misolida hozir keltirib o'tsak ham bo'ladi, Sherzodga. Yusupova Shahrizoda Orif qizi, ya'ni bu qizni vizasi u yoqdan immigratsiya tomonidan chiqdi, lekin biz O'zbekistonda elchixona tomonidan tasdiqlanmadi. Bunga asosiy sabab deb nimani topdik? Endi bu yerda o'zi aslida elchixonaga topshirgan vaqtimizda ko'pchilik ham biladi, Telex o'sha immigratsiyadan kelgan Telex kodi
Zagreb pasporti kopiyasi, ID kartani kopiyasi, rasm и medko'rik natijasi bilan elchixonaga kirgizdik. Boshqa hech qanaqa yillik daromad, bank shot, umuman boshqa hujjat kirgizilmadi. Shunda ham elchixonadan shu 7-band bilan отказ kelib chiqdi. Vaholanki o'zi 7-band bilan отказ berish mumkin emas ekan aslida. 7-band bilan o'zi endi hozir immigratsiyaning qarori elchixonaning qaroriga to'g'ri kelmadi. Universitet ham bu narsani tasdiqladi va nimaga elchixonaga bu to'g'risida o'sha yozma ravishda shikoyat ham qilingan universitet tomonidan. Chunki u immigratsiya tomonidan tasdiqlangan edi. Telex sifatida ko'pchilik reklama ham qildi. Telex chiqdi degani, viza chiqdi degani. Elchixona lekin unga отказ berdi. Отказ berdi. Hech qanaqa sabab. Juda qiziqarli holat, chunki universitet o'zi keyin nima qildi? O'zbekistondagi Koreya elchixonasi ustidan yozib berdi. Ya'ni biz immigratsiya tomonidan vizani chiqardik, nima haqqinglar bor bu talabaga отказ berishga degan. Shuning uchun bu podkastimizda elchixonani o'ziga yarasha qilgan xatolari va kamchiliklari haqida ham so'z yuritamiz va isbotlari bilan bo'ladi albatta. Chunki bunday narsada bolalar mana ishlayapmiz, misol uchun qo'ldan kelgancha bolalarga harakat qilyapmiz yordam berishga. Bu yerda mana universitet, bu yerda elchixona yo immigratsiya bo'ladigan bo'lsa, o'rtada biz turgan bo'lsak, firma sifatida ba'zi holatlarda universitet xatosi sababli ham bizga reputatsiyamizga ta'sir qilib qolyapti. Ba'zi holatlarda elchixona immigratsiyani qilgan xatolari sababli ham haligi yemagan somsamizga pul to'lashimizga to'g'ri kelib qolyapti-da. Endi biz agensiya bo'lganimiz uchun, o'rtada turganimiz uchun talabalar bizni xato qildi deb o'ylayapti. Chunki ular biz bilan shartnoma tuzgan, biz bilan nima desa bo'ladi, bizga ishonib hujjatlarni bergan va natijada universitetning xatosi, elchixonaning xatosi ham to'g'ridan to'g'ri agensiyaning xatosiga aylanib qolyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Nima deb o'ylaysizlar? Mana oddiy misol, mana shu talaba immigratsiyadan hujjatlar, vizalarini olgan, elchixonaga hujjatlarni berdi. 20 ta talabadan 19 ta talabaga viza chiqdi. Bitta shu qizga chiqmadi. 7-band bilan отказ oldi. Bunga vaholanki hech qanaqa sabab yo'qdi. Oddiy bitta misol. Bunaqa misollardan hozir o'nlab keltirishimiz mumkin hozir, to'g'rimi? O'nlab har xil shakldagi misollarni keltiramiz. Bu endi oddiy bitta immigratsiya bilan elchixonaning o'rtasida nima deymiz, kelishmovchilik bo'lganmi yoki qanaqadir sabab tufayli u yerda berilgan viza elchixonadan berilmadi. Xo'p, endi keyingi masalaga o'tsak, menimcha choson temasini ochmoqchi edim bu yerda. Hop, mana hozir biz o'rtada immigratsiyani, elchixonani yoki universitetni aybi bilan yana o'rtada qolib ketayotganimiz bo'lyapmiz. Chosonda bo'lgan holatimiz bo'yicha Choson universitetini biz yaxshiroq surishtirganimizda xalqaro bo'lim bilan, ya'ni o'quv bo'limi bir-biri bilan chiqishmasligini oqibatida yana o'rtada 18 ta bolamizdan отказ chiqyapti. Ommaviy отказ eng qizig'i. Bu yerda 20-avgustgacha hech qayerda yo'q edi yoki boshida aytilmagan edi. 20-gacha chislov qo'yishyapti, lekin vaholanki biz 6-avgustgacha o'sha studentlarni juda ko'pini hujjatini elchixonaga bergan edik, lekin universitet elchixonaning qarorini kutmasdan turib ommaviy hammaga отказ berishni boshladi. Ya'ni bizga hech qanaqa rasmiy ogohlantirish yoki rasmiy xat bilan chiqishgani yo'q. Boshlanishiga bizga ogohlantirish berishdi, lekin hech qanaqa pechat yoki hech qanaqa universitet tomonidan tasdiqlangan. O'sha ogohlantirish ham o'qishga topshirib, kontraktlarni to'lab, boshqa hamma o'qishlarda qabullari yopilgandan keyin berdi-da, u foydasi yo'q-da u narsani. Adashmasam 18-avgust kuni oldi, 20-kuni отказ qilaman dedi. Shunaqa holat bo'ldi. Umumiy o'zi 18gacha vizalari chiqishi kerak edi. 18-kuni o'zi ular xat chiqardi. Aslida u gapdi bizga 4-kuni aytgan bo'lsa, biz 5-6 уже hamma o'quvchilarimizni elchixonaga kirgizib yubordik. To 25gacha kutaman dedi u paytda ham. 4-kuni aytganda 25gacha kutaman dedi. Shunga ishonib elchixonaga kirgizdik. O'zi shu masala bo'yicha ham Koreyaga ham borib keldik. O'zim ham Koreyaga ham borib keldim. 25 bo'lib turib 26 ketsa bo'ladimi degan narsaga alohida keyin uni biletimiz bo'lib turib, yana 10 ta bilet oldik. 10 ta bilet oldik, to'g'ri. Hozir bu yerda obunachilarimiz uchun, o'sha talabalar uchun tushuntirishi kerak bo'lgan narsa, o'sha Choson degan kasbiy ta'limga topshirganmiz 2 yillik. U kasbiy ta'limga
talabalar уже topshirib, kontraktlarni to'lab olgandan keyin universitet aytyapti, nechanchi kuni aytdi? 12 avgust dedingizmi? Yo, 4 avgust. avgustda bizga 4 xabar yetib avgust keldi. kuni aytyapti, 18-kungacha viza chiqishi kerak deyapti-da. Уже oradan qancha vaqt qoladi? 14 kun vaqt qoladi. Xolos, odatda 14 kun ichida viza tasdiqlanmadi. Viza U vaqtda chiqish odam nimasi juda cho'zilib ketdi-da. cho'zildi. Juda cho'zilib ketdi. U 2 haftada chiqqan taqdirda ham biz ulgurmasdik talabalarni Koreyaga kirib kelishini tasdiqlash uchun. Aksiga olib bu tarafdan elchixonani o'sha odatda misol uchun 20 kunda chiqadigan bo'lsa, bizni undan oldin chopsuv bo'lgan, Chopsuv ya'ni bo'lgan, elchixonaga chopsuv. topshirgan studentlarimiz ham bor edi. Jami hisobda 18 ta talabamiz bor edi. 18 ta talabamiz bor deb men o'zim Koreyaga borib, gaplashib kelganimizda kutib turishga harakat qilamiz, lekin va'da bermaymiz degan. Lekin shunday bo'lsa ham ommaviy отказ berib yuborgan. Eng achinarli tarafi universitet elchixonaga nima deb xat yozgan? Bu talabalar kontraktni to'lamagan deb xat yozganda. Bu To'g'ri, kontrakt to'lamasa qanday admission beradi? O'zi bu noqonuniy bo'lsa. Kontrakt to'lamasa admission bermasligi kerak edi-da. Shu narsa bo'yicha o'sha kuni bizga qaror chiqqanda qarorni olib biz elchixonagacha bordik. Viza Center Hasan aka bilan, Everestdagi bilan borib o'sha qarorni ko'rsatdik elchixona. Elchixonadagilar ham qarorni ko'rib o'zi hayron bo'lyapti. O'zi bergan admission bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yaqinda shu vizalar chiqadigan holat bo'lyapti. Nimaga u narsa qaror? Qanaqa qaror bu? Nima sababdan berilyapti? O'zi nimaga o'qishga qabul qildi? Ha, o'qish Nimaga hali afkas- boshlanmagan u. O'qish boshlanmasdan bo'lib turib qanaqa admissionni bekor qilishi mumkin? O'qish boshlansa boradi-yu talaba deyapti-da. Hali beri yana 12 kun Ha, vaqt bo'lsa. O'qish 25 da boshlanadi, universitet 18 da kelsin deyapti. O'qish boshlanmasdan oldin qanaqa qilib u o'zi bular ruxsat xohlagan payti o'qishga vaqtida borsa bo'ldi-yu talaba degan narsani elchixonadagilar ham aytdi. Endi ularda ham qo'ldan hech narsa kelmaydi, to'g'ri. Misol universitet admissionni bekor qildimi, ularda ham misol boshqa qo'lidan hech narsa kelmagan. Shu sababdan elchixonadan o'quvchilar отказ oldi. Endi bu yerda Harakat qildik qaytarib to'g'ri. olishga. yana bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, biz olishga harakat qildik hujjatlarni qaytarib olishga. Lekin bu yerdagi bitta bizni plyusimiz bo'ldi. 6-band bilan o'tkazib bermadi. Ya'ni universitet bu yerda kontrakt to'lamadi degan xat bilan chiqadigan bo'lsa, ya'ni admission soxta bo'lib chiqadi. Ya'ni u degani 6-band bilan o'tkazib berish xavfi bor edi. Xavfi bor edi. O'sha kuni esingizda bo'lsa, hammani to'lagan kontraktlarni yig'ib chiqarib spiska bilan elchixonaga xat qiluvdik. O'shani hisobiga ham 11-band bilan o'tkazib berdi deb o'yladik. To'g'ri. Ehtimol bu. Chunki Shunaqa bo'ldi. u admissionni bekor qilmasdan oldin biz u elchixonaga u ro'yxati bilan spiskani berdikda, xatni ko'rsatib aytdik, tushuntirdik. Уже undan keyin universitet Talabalar bilan даже voice chat ham qildik-da. O'sha 18 ta talabani to'plab turib, aytdik, tushuntirdik, bolalar shunaqa baribir отказ qilish ehtimoli katta ekan. Undan ko'ra отказ olmasdan shunday hujjatlarimizni qaytarib olaveraylik. Keyingi safar yana qaytadan topshirib beramiz o'zimiz. Даже oddiy tarifda bilasizlar, KDBni o'zlari qo'yishadi. KDBni ham yarimigacha to'lab berishga даже talabalarga o'zim haligi va'da berdimda. To'g'ri. Vaholanki bu vaziyat bizni aybimiz bilan bo'lmadi-da. Eng qiziq tarafi Choson universitetida bizda 18 ta talaba bo'lsa, jami hisobda 60 ta talabaga отказ bergan. Endi uning ichida bizda talabalar bo'lgan, boshqa konsalting, O'zbekistondagi boshqa konsaltingni ham talabalari bo'lgan uning ichida. Bitta bizni student bo'lmaganda u yerda. Universitet aslida o'qishni boshlanmasdan oldin talabalarni Koreyaga kirib kelishini talab qildi va kutmasdan vizasini отказ qildi. O'zi mana sentyabrda o'rtalarigacha kutgan universitetlar ham juda ko'p-da. 90-95% universitetlar o'zi talabalarni kutish kerak aslida. To'g'ri. Endi undan keyingi masalalar qanaqa O'zi Abdultor aka отказ haqida gapiryapmiz. O'quvchilar отказ oladigan bo'lsa, o'zi kompaniyamizga qanaqa foydasi tegadi o'quvchini отказ olishi? Undan ko'ra ziyoni ko'proqmi? Shu narsalar to'g'risida ham ozroq gaplashsak bo'ladi. Chunki ko'pchilik konsaltinglarda baribir o'zimizda konkurentlarni tahlil qilamiz, boshqa bo'ladi. To'lovni отказ olgan o'quvchi to'liq qaytarib olishi ehtimoli ancha kam. Demak, ko'pchiligida yo'q hisob. To'g'ri. O'quvchilar o'zi отказ olsa bizga qanaqa zarari, foydasi bor? Shu to'g'risida ham ozroq gaplashsak bo'lar ekan. To'g'ri. Bobur, biz bozorni yaxshilab tahlil qilganimizda shu narsaga duch kelganmiz-da.
misol viza statistikalarida hamma yoqda shaffof tarzda biz ommaga aytib boramiz, nechta отказ chiqqanini, misol uchun bir semestrda nima uchun отказ chiqqani, qaysi bandlar bilan отказ chiqqanigacha tahlil qilib chiqamizda. O'zi bunday tagini olib qaraydigan bo'lsangiz, mana viza garantiya, zero loss kabi tariflarimiz bo'ladigan bo'lsa, bularda hammasida talaba 1 so'm pulga ham kuymaydi, ya'ni hech qanaqa risk qilmasdan bizga topshiradida, hamma riskni bizni firmamiz o'z bo'yniga oladi. Misol uchun mana zero loss tarifini oladigan bo'lsak, misol uchun narxi $2,5 bo'ladigan bo'lsa, uning ichida 1 oylik KDV bank счетini biz qo'ydirib beramiz, misol uchun elchixona to'lovlarini, application feelarini hamma yo'qda biz qilamizda. Agar viza chiqmaydigan bo'lsa, har bitta talaba uchun taxminan $1,500-$1,500 biz firmamiz yo'qotadi-da. U degani viza garantiyada ham xuddi shunaqa, zero lossda ham xuddi shunaqa. Oddiy tarifda ham bo'lsa, mana oddiy tarifimiz bilasiz, 5,5 million so'm, 1-oktyabrdan keyin 6,700,000 ko'tariladi. Oddiy tarifimizda ham даже vizadan отказ bo'ladigan bo'lsa, talabalar shunday pullarni 100% qaytaramiz. Haligi 20%, 10% rasxodlarga deb ushlab qolish bo'lmaydi. Agar vizadan отказ chiqadigan bo'lsa, hamma tarifimizda qaytaramiz. O'z-o'zidan olib qaraydigan bo'lsangiz, отказ oladigan bo'lsa talabalar, bizga hech qanaqa foydasi yo'q. Ya'ni zararimizga ishlaydi xolos. Ya'ni har bitta talabadan, misol uchun, $1,500 taxminan $1,400-$1,500 zarar qiladigan bo'lsangiz, misol uchun, mana bu semestrda 100 ta talaba отказ olgan bo'lsa, misol o'zingiz endi hisoblab olaverasiz. 150 ming atrofida, 200 ming atrofida zararga kirdi-da. To'g'ri, endi bu mas'uliyatni olish, bunaqa riskni olish o'zi hammani ham qo'lidan kelmaydi. Hammani qo'lidan kela olmaydi, to'g'ri. Hamma kampir bunga yetarlicha tajriba bo'lganligi uchun biz o'zimizni ishimizni o'sha viza chiqqandan keyin oqlaymiz-da. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, to'lovda viza chiqqandan keyin oqlaymiz. Shuning uchun ham maksimal harakat qilamiz. Agar o'quvchi отказ oladigan bo'lsa, 100% to'lovni qaytarib beramizmi? Bu degani biz shunga yarasha harakat qilishimiz kerak degani. Maksimal viza chiqishiga, vizadan отказ olishiga emas. Talabani viza olish uchun talabadan ko'ra ko'proq biz qayg'uramiz-da. Bu narsani talabalarga tushuntirib yetkazib berish qanchalik osonligini biz bilan ishlab ko'rgan, misol uchun biz bilan bitta sohada ish yuritayotgan firmalar biladi-da. To'g'risi, biz hozir maqsadimiz boshqa firmani yomonlab, o'zimizni yaxshilash emas. Bu yerda bizni firma sababli bozorga kirib kelganimizdagi holat bilan hozirgi holat o'rtasida juda katta farq bor-da, Bobur. Misol uchun mana Sherzod, sen bilan ishlayotganimizga misol 1 yilga yaqin bo'ldi. Bobur men bilan 3 yil, 4 yilga yaqin, 4 yil emas, 3 yildan oshiqroq birga ishlayapti va bizni hali har semestr muammolarda qonun o'zgarishini ko'rib ancha toblanib qoldi-da, misol uchun. Boshida Bobur ishni boshlagan paytimizda shunday konsalting firmalarda juda ko'pchiligi 2021-yillarda aytyapman, karantin paytidan keyingi voqealarda aytyapman. Konsalting firmalar juda ko'pchiligi yashirin holatda faoliyat yuritardi, ya'ni talabani shaffof bo'lmagan. Shaffof bo'lmagan talaba hujjatlarni olib kelib bersa, Koreyaga jo'natdik, registratsiya qildik, ana kontrakt chiqadi, mana kontrakt chiqadi deb turib, hamma proses yopiq tarzda bo'lganda, lekin talabani hujjatini rostdan Koreyaga jo'natdimi? Bitta talaba kelganda menga, talaba kelgan, aka, meni hujjatlarimni Koreyaga jo'natdik deb yolg'on gapirgan ekan. Borsam, shuni shkafda turgan ekan, даже apostol ham metrkasi tarjima ham qilinmagan ekan deb nima qilganda xafa bo'lgan menga. Keyin men tushunganman, ha, demak bu narsani shaffof tarzda talabalarga yetkazib berish kerak deganman. Nima qilganman? Men har bitta hujjatlarni Koreyada o'qirdim u payt, universitetda o'qigan paytimda bu yoqdan pochta qilishsa, mana studentlarni, mancha studentlarimiz hujjatlari yetib keldi deb turib, Koreyada o'sha nimaga universitetlarga pochta qilayotganimda ham ustidagi qog'ozlarigacha fotoreport qilib Telegram kanalimizga joylardi. Kanal teparoqqa chiqsa topib oladi. Teparoq Telegram kanalimiz o'zi teparog'iga chiqsa, o'sha rasmlar bor. Mana universitetga, Dongan universitetiga 5 ta, misol uchun bu universitetga 4 ta, shuna qilib o'zlarimizni nima qilardik? Shaffof tarzda ishlashga harakat qilardik. O'sha paytdan boshlab fotoreportlar sekin-sekin rivojlangan. Endi bu narsa nimani berdi? Bora biz to'g'ri ishlashga harakat qildik. Mana talabalar hozirgi paytda ham отказ oladigan bo'lsa, pullarni 100% qaytarib berib, misol uchun qanaqadir muammo chiqadigan bo'lsa ham talabalarni ba'zi firmalar bor, misol uchun muammo chiqadigan bo'lsa, sirasi telefonlarni o'chirib oladi yoki misol uchun Telegramga javob bermaydi yoki misol uchun boshlig'i
qochib yuradida. Mana shu paytgacha nechta qanaqaki muammo bo'lgan bo'lsa, mana bizni firmamizda Muammolar. hammasiga men firma rahbari sifatida o'zim shunday bo'ynimni anaqaga qo'yib, xilosiga qo'yib, o'zim harakat qilganman-da. Shu paytgacha hech qaysi muammodan qochmaganman. Buni talabalarni o'zi ham biladi, misol uchun. Ya'ni bizni hozirgi holatdagi firmamiz O'zbekiston bo'yicha eng katta konsalting firma hisoblanadi. Ya'ni kichkinagina, misol uchun bir xonali ofisda o'tirib 2 kishi yoki 3 kishi bilan ishlab yurgan firma emasmiz-da. Boya siz aytganingizdek, bunaqa katta risk qilish uchun, bunaqa katta misol uchun talabalarni mas'uliyatini, tavakkalni bo'ynimizga olish uchun firma finansiy tomondan stable bo'lish kerak-da. Barqaror bo'lish kerak-da. Shuning uchun biz nima qilamiz? Talabalarning ishonchi uchun biz как bank sifatida xizmat qilamiz. Talabalar depozit sifatida pullarni qo'yadi va o'sha pullardan biz kontraktlarni to'lab beramiz, talabalarning KDB bank счетini qo'yib beramiz, misol uchun kvartiralarini, hamma xizmatlarni to'lab beramiz va vizalari chiqmaydigan bo'lsa, talabalarni o'ziga qaytarib beramiz. Mana bu refund forumlarini ham ko'rsatsa bo'ladi, misol isbot sifatida. Refund forumlarida shuncha vaqtgacha biz videolarini qarasak, aytgan ekanmiz, lekin qo'ymagan ekanmiz-da Instagram sahifamizga. Undan buyog'iga har bitta olingan pulni yoki qaytarib berilgan pulni qo'yib borishga qaror qildik. Ko'rsanglar bo'ladi, shunaqa forumda bo'ladi. Bu yerda talabani ismi, familiyasi, qaysi tarifda shartnoma imzolagani va mana necha pul to'lagan bo'lsa, mana bu yerda $5100 to'lagan bo'lsa, mana o'ziga qaytarilganlar kvitantsiyalari bizda firmenniy blank asosida istoriyaga tikib boriladi. Bu o'zi adashmasam Dongiydan atkaz olgan. Mana shu Dongiydan atkaz olgan qiz viza garantiya tarifida shartnoma imzolagan. Immigratsiyadan vizalari tasdiqlangan holatda vizasini oldi endi. Mana vizalar tasdiqlangan holatida elchixonadan atkaz bo'lgani uchun, ya'ni Koreyaga keta olmagani uchun shuncha rasxodlarni, nimalarni ushlab qolmagan holatda bir so'm ham ushlab qolmaganmiz. $5100 to'lagan, $5100 o'ziga qaytarilgan. Hattoki Dongi universitetining kontrakti hali beri meni hisob raqamimga tushgani yo'q. Tushgani yo'q. 1 oy, 1,5 oy, 2 oy ichida qaytadi. Men o'zimni shaxsiy pullarimdan bu talabaga qoplab berdim. Nimaga? Chunki bizni reputatsiyamiz puldan ko'ra qimmatroq turadi. Bu narsani mana sizlarning oldinglarda ham, hammani oldida ochiqdan ochiq aytishimizga sababi shu. Bir so'z bilan aytganda, biz o'sha paytda bozorga kirib kelganimizdagi holat bilan hozirgi holat ancha yaxshilashdi. Bizga ko'ra boshqa firmalar andaza oldi, raqobat kuchaygani sari talabalar uchun shart-sharoitlar yaxshilandi va talabalarni qanday tushuntirsam ekan, risk qilish qobiliyati ancha pasayib ketdi. Tushuntira oldimmi? Ancha bu bozor shakllanib yaxshilandi. Umumiy bitta bu biz bilan shartnoma qilgan o'quvchilarga emas, boshqa kompaniyalar bilan, boshqa konsaltinglar bilan shartnoma qilgan o'quvchilar uchun ham umumiy bozor riski kamayganligi ularda ham foydasi bo'ladi-da. To'g'ri-da. Ularga ham foydali bo'ladi. Bu talabani ertaga shuncha harakat qiladi, nima qiladi? To'g'ri, birinchidan atkaz oladigan bo'lsa o'ziga ta'sir qilishi mumkin. Vaqtini yo'qotadi, boshqani yo'qotadi, lekin shu bilan birga oldinlari moliyaviy jihatdan ham zarar ko'radi-da. Bizning qo'limizdan keladigan hozirgi paytda moliyaviy jihatdan zararni qoplash. Qolgani endi elchixonaning nimasi. Agar qo'ldan kelsa hammaga viza berish. Bu yerda bitta narsani ko'rganman-da, Bobur. Oldinlari mana viza garantiya zero loss tarifi yo'q edi-da. Yo'qligida 90%, 95% bo'lardi-da viza chiqish ko'rsatkichi. Shunda misol uchun mana 300 ta talaba viza olib, 10 ta talaba atkaz olgan taqdirda ham o'sha 10 ta talabadan bitta yoki 2 ta talabaning ota-onasi kelardi-da. Bilaman, Abduxtor Ali, qo'ldan kelgancha harakat qildinglar, ko'rdik qanaqa ishlaganinglarni, qo'ldan kelgan hamma ishni qildinglar, lekin nasib emas ekan, vizasi chiqmadi. Lekin men KDB bank счет uchun misol $1200-1300 to'lagandim, elchixonaga misol uchun $100, $120 to'lagandim, hujjatlarga, firma to'lovlariga to'laganim, u yoq bu yog'i 2000 ga yaqin pulga kuyib qoldim. Eng qiziq tarafi, bu pulni men kreditga olgandim yoki qarindosh urug'larimdan qarzga olgandim deb kelganda, men o'ylaganman-da o'zim uchun. Nima qilsam bo'ladi? Talabalar vizadan atkaz olsa, pulga kuyib qolmasligi uchun degan narsani o'ylash oqibatida shu viza garantiya tarifi kelib chiqqanda. Birinchi o'rinda. O'zi viza garantiya tarifini birinchi bo'lib bozorga bizning firmamiz olib kirgan.
Ya'ni o'sha paytda talabalar sarflagan pullariga kuyib qolib, vizadan отказ chiqmaydigan bo'lsa, kimdir qarindoshlaridan qarz olgan bo'lgan bo'ladi, kimdir kredit olgan bo'ladi. Baribir juda ko'pchilik Koreyaga moliyaviy ahvolni yaxshilash uchun boradida. Moliyaviy ahvoli o'zi yaxshi odamlar Koreyaga borishi juda past ko'rsatkichi. Endi biz nima qildik? O'sha viza garantiya zero loss tariflari orqali talabalarni nimasini, riskini ancha kamaytirdik. Ya'ni biz bu tariflarga cheklangan miqdorda talaba qabul qilish orqali, chunki bu bir tarafda balans ham bo'lishi kerak-da. Bizni firmamiz katta risk qilib olib, misol uchun o'zimizga ham zarar qilib qo'ymasligimiz kerak. Talabalarga ham zarar qilib qo'ymasligimiz kerak. Bu tariflarimiz juda tez to'lib qoldi-da. O'sha bahorgi semestr, kuzgi semestr qilganimizda keyin sekin-sekin boshqa firmalar ham ko'rib, viza garantiya tarifiga o'xshagan boshqacha nom bilan sekin-sekin nimalarni chiqarishni boshladi. Yoki zo'r. Bu yerda qo'shimcha qilib ketishim kerak bo'lgan joyi bor. Ko'p ota-onalar keladida, kelib bizni viza garantiya yoki zero loss tariflarimiz qaysidir ma'noda o'quvchilarni plyusi, lekin aslida bizni minusimiz. Lekin ko'p joyda bizga minus tushunilar ekan. Ya'ni ota-onalar kelib savol beryapti, nima uchun sen qilgan rasxodlaringga kuyishing kerakda, nima sababdan meni pulimni qaytarib berasan? Bu ularni plyusi, lekin ishonchsizlik chiqarganda bu yerdan. Chunki ishonish qiyin, firmani o'zi o'rtacha 1,5-2 ming dollar hisobini olamiz, to'g'rimi? Har bitta откazdan. Nimaga endi aynan sen shuncha rasxod qilasan? Lekin qaytarib berishga tayyorsan. Unasi nimada ham bo'lgan. Bilsiz, birinchi Toshkent ofisi ochilgan paytda esizdami? 4 million 800 ming so'm edi o'sha payt. 4 million edi shekilli. Ha, to'g'ri, 3 million 300 ham bor edi. 3 million 300 lik bor edi. O'sha paytda ko'pchilik hayron kelganda Toshkentning narxida unasi 6 million 7 million bo'lganda o'sha paytlarda ham. Keltirib ko'pchilik nimaga soladi 3 million 300 so'm, boshqalarda umuman bunaqa yaqin ham narxi yo'q. Shunaqa keys bo'lganda esimga tushib ketdi. Короче, bizga kelgan, konsultatsiya olgan, o'zimdan konsultatsiya olgan. 3 million 300 ming so'm narx deganimizda arzon ekan deb turib, hamma yoqda eshitib ketganda borib 6,5 millionmi 8 millionlik firmaga borib hujjat qilgan, shartnoma qilgan, to'lovlarini qilgan, отказ olib turib yana o'zimga qaytib kelganda, nimaga shu paytda qilmadingiz desam, sizlarda hali firma to'lov arzonligiga ishongim kelmadi sizlarga deganda, baribir kelib shu arzon firma to'lovini to'lab ketgan. Keyin qolgan yana tanishlarini, nimalarini olib kelgan. Bu yerda yana bitta narsa, отказ oladi talabalar. Отказ olganda, misol uchun o'ylaydi, mana misol uchun boshqa firmadan отказ olgan ko'p studentlar keladida bizga ham. Bu semestr ham 25 ta bola o'tgan semestr отказ olgan, 25 ta bola orasida 6-band bor, 7-band bor, viza oldi. Viza oldida. 25 ta ham katta son. O'tgan semestrda отказ olib boshqa firmalarga boradi. Men bu yerda bitta narsani tomoshabinlarga ham eslatib o'tmoqchiman. To'g'ri, viza chiqish foizi konsalting firmalarga ham bog'liq, lekin misol uchun kelib boshqa firmalar bilan shartnoma imzolagan talabalar bizga yoki bizdan boshqa talabalar boradigan bo'lsa, mana viza garantiya zero loss tarifiga, ayniqsa misol uchun 6-band bilan отказ olganlar, hali viza chiqish foizi juda kam nimalarda olganmizda, o'sha tarafi ham borda. O'shani o'yladimda, 25 ta bilan qanaqa qilib olgan ekanmiz. Ha, qanaqa qilib olganmiz, qanaqa darajada risk qilishga tayyor bo'lishimiz kerakki, bunaqa darajada katta mas'uliyatni bo'ynimizga olish uchun. Chunki mana boshqa firmalarda ham eshitdik, oldin отказ bo'lsa, viza garantiya zero loss tarifiga olmas ekan. Hamma yo'g'i to'g'ri bo'lishi kerak. O'zi hamma yo'g'i to'g'ri bo'lsa, talabani o'zi topshirsa ham bo'laveradi-da, misol uchun. Ne qilib aytganda. Yoki misol uchun mana narxni tushirib yuborish holatlari bo'lyapti, misol uchun firma to'lovlarini, ya'ni viza garantiyaga o'xshagan full package deyapti-da, kvartirani olib qo'yib narxini tushiryapti, misol uchun, yoki kontraktni o'ziga to'latib narxini tushiryapti. Hali VIP tarifimiz deydi-da, misol uchun, baribir bu yoqda turgan auditoriya ham umumiy rasxod qancha bo'lishini biladi-da. Endi bizda masshtabga ishlaganimiz uchun mana O'zbekiston bo'yicha eng ko'p vizalar ham, talabalar ham biz bilan shartnoma imzolaydi. Shuning uchun bizda imkoniyat bor, qolganlarda yo'q imkoniyat. Ya'ni nechidir foiz отказ chiqadigan bo'lsa, bundan ko'rgan zararimizni bu yoqdan ko'proq chiqqan foyda bilan, ya'ni chiqqan vizalardan ko'rgan foydamiz bilan kompensatsiya qilib turib, o'rtada qanchadir foyda qilsak bo'ladi-da. Lekin juda ko'p firmalarda u narsani qilish amr mahol. Chunki
kompaniyani nimasiga ham qaraladi-da, sayziga, ya'ni kompaniyani qanchalik Hajmi kattaligiga hajmiga qaraladi-da. ham bog'liq. Hajmiga ham bog'liq bo'ladi-da. To'g'ri. Chunki mana bizda hozir Andijon ofisimiz ham, Toshkent ofisimiz ham, hattoki mana bizda Seul ofisi ham bor-da. Talabalarni misol Koreyaga jo'natganimizdan keyin qanaqadir muammolari bo'lsa, viza cho'zdirishi bo'lsa, hamma yo'q bularda 3 ta misol uchun katta ofislar, misol uchun ham o'quv markazlar, bularda hammasi finansiy tomonlama kompaniyani barqarorligiga borib taqaladi. Shuning uchun talabalar ham tushunish kerak bo'lgan, ota-onalar ham tushunish kerak bo'lgan narsa, ertaga talabalar отказ oladigan bo'lsa, bu pulim rostdan qaytadimi degan narsa bor-da. Misol uchun Andijon ofisimiz o'ziga ham 40 mingni tepasida pul sarflaganmiz dollarda. Oddiy misol. Endi u yerda o'tirib, bizni qo'limizda hozir 70 ta xodim ishlaydi-da. 70 ta xodim o'zi nima qiladi deydigan bo'lsangiz, endi o'quv markazida nimalarni chiqarib yuboradigan bo'lsangiz, 30 ta, 40 ta xodim ishlar. Misol registratsiya qilgan alohida komanda bor, buxgalteriyaga, misol uchun marketing uchun alohida komanda bor, call centerimiz bor. Hamma narsani bu bitta talabaga, mana hali o'quv markazlarida bitta talabaga 2 ta o'qituvchi deydi. Xuddi shunga o'xshab biz bitta talabaga kerak bo'lsa 5 ta, 6 ta odam ishlaydi. Ishini umumiy bitirish uchun. Oddiy misol qilib, o'zi odatda viza garantiyani Koreyadan kutib olib, kvartira topishga yordam beramiz-da. Viza garantiya tarifiga. Bu semestrda qanaqa bo'ldi? Oddiy tarif bo'ladimi, zero loss tarifi bo'ladimi, qarab o'tirmadik. Kim yordam kerak deydigan bo'lsa, bileti yesa ham даже olib berdik bolalarga. Shu biletini olib berib, kvartirasini topib berib, u yoqqa borib kutib oladigan misol qo'limizdan kelgancha. O'tgan safar даже depozitlarigacha to'laverganmiz talabalarni. Mana bilasizlar, viza garantiya tarifida kvartirani 1 oylik go'shivonni qilib beramiz. Oldindan aytiladi qanaqaligi. Go'shivon deb internetga yozsa, qanaqa nimalari ham chiqadi. Даже Instagram, Telegramga ham sharoitlarni qo'yganmiz. Juda ham zo'r. O'zimiz ham boshda go'shivonni turganmiz, boshqa Shuni ham to'liq tushuntirib o'taylik. Ya'ni go'shivonda bitta odamni yashash uchun hamma sharoitlari bo'ladi. U darajada katta xona bo'lmaydi, bo'lmasligi aniq. Bitta odam uchun yotadigan kravati, xolodilnigi, televizori, qaysidir holatda dush yoki tualet yoki ikkovi birdaniga bo'lishi mumkin, lekin konditsioner, dars qiladigan stol bo'ladi misol uchun. Shular bo'ladi. O'tgan safar shu viza garantiya tarifimizda talabalarni olib borganimizda shunaqa holatlar bo'lgan. Depozit bo'ladi har bitta Koreyani uylarida kirishdan oldin $100, $200 atrofida misol uchun o'sha go'shivonlarda ba'zilarida bo'lib qoladi. Shunaqa depozitlarni to'lab beryapmiz talabalarga. U pul bizga emas, talabalarning o'ziga qaytariladi. O'sha paytda 20 ming atrofida depozitga pul sarflaganman taxminan. $20,000 atrofida menga qaytmaydigan pul bo'lsa ham o'sha talabalarning komfort uchun sarflangan bu pullar. Xo'p, endi aka, nima bo'yicha ham bu semestrda o'zi kuzgi semestrda o'zi umuman bitta bizni kompaniyamiz emas, общий Koreyaga o'qishga topshirgan, elchixonaga topshirgan o'quvchilarni nima uchun откazda foizi, koeffitsiyenti ko'proq bo'lgani haqida gapirsak, o'zi bu narsa mayda boshida elchixona qabul qilib boshlaganda aniq bo'ldi. 27-maydamikan qaror chiqdi, o'sha o'quvchini, asosiy o'quvchini to'kaveradigan ko'pchilikda muammo bo'lgan ota-ona o'sha nomidagi mol-mulkni eng kamida 3 oy bo'lsin degan qarorini o'zi o'sha yerdan ma'lum edi. Bu semestr elchixona o'quvchilari ko'pchiligiga muammo bo'ladigan bu tarzda. 27 mayda chiqqan elchixona qonun qoidasiga ko'ra ota-ona yillik daromadi yoki ota-ona yillik daromadini o'rniga beriladigan mol-mulk yoki uy-joy, mashina kabi hujjatlarini ota-ona nomida turganiga 3 oydan ortiqroq bo'lgan bo'lish kerak edi-da. Shu qonun chiqqanda juda ko'pchilikka shok bo'ldi-da. Chunki mana oddiy misol o'zimiz mana qishloqdagi nimalarimiz, talabalarimiz ham hammasi uy bor, ota-onasining nomida, bobosini, endi juda ko'pchilik misol uchun nimalarda bobosini uyda katta odamning nomida bo'ladi, yo bobosini, yo buvisining nomida bo'ladi, to'g'risi. Ota-onasining nomida bo'lmaydi, lekin u uyda ota-onasi yashaydi. Endi nima bo'ldi? Shunaqa vaziyatda oldinlari shunday 15 kun, 20 kun ichida o'tkazib olardi. Kadastr dadasining nomiga chiqqandan keyin sirazi elchixonaga topshirsa vizasi chiqaverardi. Endi elchixona 3 oy bo'lgan bo'lish kerak shu o'tkazganiga degandan keyin, talab qo'ygandan keyin bu juda ko'pchilikka shok bo'ldi-da. Biz o'zimizga ham misol tushuntirish qiyin bo'ldi. Toshkentda nechta talaba qildi shu paytda? Andijon o'qisa 200 ga yaqin o'zi o'quvchilar. Biz o'sha paytda 740 tami 750 ta student bilan o'sha shartnoma qilib bo'lgan deydi. O'shaning orqasidan ko'pchilik qildi.
200 ga yaqin o'quvchi 200 xullas ga yaqin keyingi talaba keyingi semestrga semestrga Sal- qoldiradi. u bolalarga tushuntirishda o'zi boshida qiyin bo'ldi. Tushuntirishda Misol o'zi boshida Andijonovskiy, muammo bo'ldi. Toshkentovskiy ota-onasi kelyapti. Endi u qarorni biz chiqarmaganmiz-da. O'sha To'g'ri. narsani tushuntirib berishimiz uchun nimaga u narsani Oldindan aytyapsizlar? aytma. Yo'q, nima uchun biz ha, bilan shartnoma mana martdan boshlangan bo'lsa qabul. martda. Martda Yaxshiyam kelganmiz, ko'pchiligiga fevralda aytganmiz. kelganmiz, fevralda kelganmiz. Nima uchun mana shu narsani ertaroq aytmagansizlar? Nima endi aytyapsizlar? Hali elchixona o'zi kecha ilgari kuni qaror qabul qildi, chiqardi. Sizlarga shuni Bizga sizlarga shuni sraz yetkazyapmiz desak ham tushunmaydi ota-onalar. O'sha yerda kadastrdan xato olishga harakat qildik. ha. Esingizda To'g'ri, bormi? to'g'ri, to'g'ri. Kadastrga Lekin u kirib- narsa foydasi ham bo'ldi. Harakat Ha. qildik, ko'pchilikka plyus bo'ldi. Shu narsa. Ha, bu yerda boshida Ha. bizni ham o'ylantirgan narsa juda ko'p joyda MyGov'dan chiqmadi. Ha. Ya'ni reyestrdan ko'chirmasi chiqmadida. Agar chiqadigan bo'lsa, Davr reyestridan chiqmadi. davrestrga, ya'ni kadastrga hujjatini olib boryapti. Haqiqatda kadastri bor, solig'i to'langan o'sha odamning Hujjatlari nomida. bor. Lekin olib borsa, kadastrda bazasida chiqmayapti-da. Endi u ana shu kungi chislo bilan chiqadigan qilib bazaga kirgizyapti. Ha. Tayyor kadastrni olib keldi, o'zini aybini to'g'irlash uchun ana shu kunda o'zi bilan ro'yxatga olyapti-da. Endi eski kadastr yangilanib turib, shu bugunni o'zida kadastr qilingan bo'lib qolyapti. Endi biz kadastrdan nima qildik? Xato olishga harakat qildik. Ya'ni umumiy bitta xat qilib beringlar. Anovi joyda reyestrdan ko'chirmasida anaqa joyi bor edi. Ya'ni ro'yxatdan o'tgan O'tkazilgan. Qachon? rekvizitlari deganmi? To'g'ri. Pastda rekvizit degan joyi bo'lardi, adashmasam. Ha, ana shu joyiga e'tibor berilsin degan joyni yozib beringlar deb shu bilan ham ancha ora bo'ldik, lekin mana foydasi bo'ldi Foydasi o'sha bo'ldi narsani. ko'pchilikka. Pastdagi sana aynan ro'yxatdan o'tgan yangi sanasi emas, uni pastidagi oldindan o'tgan sanasiga qarab. Shunda ham ko'pchilik o'quvchiga rostdan ham foydali bo'ldi o'shani orqasi. To'g'ri, misol meni nomimda o'zi u 2000-yillardan beri uy bor, ota-onalar telefon qilyapti, lekin hali beri davr reyestrda, ya'ni onlayn kadastrda o'tkazmagan. Endi uni kadastrga borsak, sizlarni mahalliylar 2026-yil palon chisloga o'tkazilishi rejalashtirilgan deb turibdi. Endi u narsani biz srazi xat oldik kadastrdan elchixonaga topshirish uchun va buni esinglarda bo'lsa, o'sha Everestga tushuntirib, vaziyatni chizib, hamma yoqda tushuntirganimizdan keyin, ya'ni 2000-yillardan beri o'zi eski kadastr, ya'ni aytaylik 29-may kuni o'tkazilgan bo'lgan taqdirda ham o'sha birinchisi qachon oldindan beri bor degan narsa nimaga inobatga olinadigan bo'ldi. Shunaqa to'g'ri. Endi xuddi shunaqa holat oldingi semestrda Kapital bank bilan bo'lgan Kapital bank bilan bo'ladi. Kapital bank prilojeniyadan olganimizda nima bo'lgan? Ilovasi yangilanib, ilova yangilanib, boshqa variantga chiqqan. Har semestr nimadir muammo bo'ladi. Mana shu elchixona shunday o'zgara oladi. Bu semestr ham Kapital bank bilan o'zi nima ochilganini aytib o'tamiz. Kapital bank bilan muammo bo'ldi. To'g'ri. Ikkita nima bo'lib varaq bo'lib, ikkita listda bo'lib chiqarilgan bo'lib qoldi ma'lumotnoma. Bittasida pechat, bittasida bank haqida, spravkasi haqida ma'lumotnoma. Endi ba'zi o'quvchi keldi-da, yaqinda bizga keldi bitta o'quvchi. Aka, men 6-8-band bilan atkaz oldim deb kelyapti. Nima sababdan 6 soxta hujjat kirgizuvdingizmi 6 bilan desam, yo'q aka, soxta hujjat kirgizmaganman, dokumentlaringizni ko'raylik dedi. Dokumentini ko'rdik, qarasak, Kapital bankda o'sha 2 varaqlisi bilan kirgizgan elchixonaga. U 2 varaqli kirgizganda birinchidan dokument ikkitayu listi. U elchixona uni soxta deb topgan. Endi yillik daromadda boya ota-ona bank-shoti yo'q-ku. Shuning uchun 8-band yillik daromad yetishmovchilik deb 6-8 bilan qo'shib berganda. Haligachi U narsa pasportda ham. texpasport. Uni hozir bitta alohida bitta katta tema bor. Yaxshilab eshittiringlar. Qaranglar, 6-8 bilan Kapital bankda haqida ozgina tushuntirish berib o'tamiz. Kapital bank o'zi nimaga bu haqda sirazi gapirishyapti degan ota-onalar yoki talabalar tushunmaydigan bo'lsa, Kapital bank bu ota-onasini nomida mol-mulk bo'ladigan bo'lsa, qo'shimchasiga bularda nomida ham bankda hisob raqamida pul bor degan ma'noda o'sha biz talabalar tomonidan yordam qilib pullarni qo'yishda misol uchun yordam bo'lsa, ota-onasini nomiga o'sha ota-onasini nomidagi hisob raqamda pullarni o'sha ko'chirmasini prilojeniyadan, ya'ni kapital ilovadan olganimizdan keyin oldin prilojeniya yangilanishidan oldin boshqacha ma'lumotnoma bergan, prilojeniya yangilangandan keyin boshqacha ma'lumotnoma berganda
shu sababdan ikkala ma'lumotnomani o'rtasida farq bo'lganligi uchun, ya'ni biz nima qilganmiz, esingizda bo'lsa, Kapital bankni o'zidan rasmiy ofisigacha kirib, даже viloyatlardagi ofisigacha kirib, Gaplashib. ikkala ma'lumotnoma bir xil kuchga ega degan ma'lumotnoma olib berganmiz. Ya'ni rasmiy tasdiqnoma. Shundan keyin haligi Viza elchixona berish o'zi kutib turib, viza berishda kutib turganda, 1 oy kutib turgan, ya'ni bitta narsadan elchixona shubhalansa, vizadan отказ сразу qilib yubormaydida, tekshiradi. 20 kun ketar, 30 kun ketar, 40 kun ketar tekshiradi. O'sha paytda ham rosa uzoq tekshirgan. Tekshirib turib, keyin oxirida bitta hammaga mayli deb viza berib yuborgan. Ya'ni ikkala ma'lumotnoma teng kuchga ega degan narsaga ishonch hosil qilgandan keyin. u paytda endi elchixona sal o'ylagan, qaror chiqargan, keyin chiqargan. Endi bu semestr Ha. nima bo'ldi? Bu Xuddi semestr shunga ancha o'xshagan, nima texpasportni ham ko'rsatib nima qiladigan bo'lsa, bitta o'quvchimizni endi u bolani aybi Undan ham qiziq keys u bolani aybi nimasi, otasini nomidagi mashinasi kombayn bo'lganligimi yoki eski texpasport bo'lganligimi, bu narsani elchixona to'g'ri birinchi tekshirdi, ko'rib chiqdi, originalini so'radi, biz originaligacha olib borib berdik. Baribir oxirida shuncha bolani umrini nima qilib, 6-banddan отказ beruvdi. Nima uchun отказ berdi deb biz undan nima elchixonadan qaytadan kirgizib so'rab chiqsak, texpasportdagi hozir ko'pchilikka ham bu narsa muhim bo'ladi. Keyingi safar texpasport kirgizayotgan paytinglarda e'tiborga olib qo'yinglar. Yana sizlarga ham 6-band bilan отказ berib qo'ymaslik kerak. O'sha JSR raqami otasini nomida yoki onasini nomida bo'ladigan bo'lsa, inini raqami deb pastda JSR raqam deyiladi jismoniy shaxsda. O'sha raqami pasportining orqa tarafidagi raqam bilan bir xil bo'lishi kerak degan xulosaga boribdi. Endi bu texpasport ko'rsanglar, o'zi oldingi davrda texpasportda kombaynniki eskiroq. Buni qarasa, bu yerda oldin kombaynlar kompaniyaning nomida bo'lgan. U narsani o'ylab ko'rmagan. Kompaniyaning nomidagi inini raqam bilan qolib ketgan. Lekin bu odamning nomida. Hozir u odamning nomida nimasi bor, dogovorlari bor, olgan oldi-sotdi shartnomalari bor. Lekin elchixona uni ko'rib chiqib, o'sha bir xil emas degan qarorga kelib turib, 6-band bilan отказ berdi. Отказ berishga berdi. Originalni ham so'radi. Originalni ham berdi. Soxta hujjat bo'lmagan, просто texpasport eski bo'lgan. Biz bu narsani oldindan nima uchun bilmaganmiz? Endi bu narsani texpasportni bu yerda inini raqamiga o'zi oldindan qaramasdi. Bu narsani biz o'zimiz ham bilmaganmiz. Imini bu inini raqam degan narsasi ham borda, ko'radigan bo'lsa, PNFL inini personal ID deb qo'ygan. Inini kompaniyada bo'ladi o'zi. Inini raqami. Bu kompaniyaning raqamida. U narsani o'ylab ko'rmagan. U keyin biz uni texpasportini o'sha 6-band bilan отказ oldi-yu. Biz bilmasdik. 6 bilan отказ oldi, sabablarini ko'rib chiqdik. Sababi texpasportga borib taqaldi, texpasportini so'raganligi uchun. Texpasportini keyin texosmotorga borib, u bola ota-onasi bilan borib, ular ham bilmaydi-da, ular ham misol bilib turibdi, u hech qanaqa soxta hujjat bermagan. Nimaga menga uni отказ berdi deyapti-da. Texosmotorga borgizdirdik, o'tga borib ko'rsatdi. Endi texosmotordagilarda ham aybi o'zi eski hujjatlarni yangilamagan-u. Eski hujjat bo'yi qolib ketgan-da. Ba'zida bo'lgan. Endi uje borganidan keyin bo'ldi, biz yangilamagan ekanmiz deb yangilab berdi texpasportini. O'sha texpasport yangilatib oldi. Endi u bolada misol bekariga 6-band bilan отказ oldi. Yangilangan holatda yana elchixonaga kirgizdik. Elchixona ko'rib chiqib, bo'ldi, keyingi semestr topshirsin. O'sha tushuntirish xati bilan xuddi shunaqa sabablarni keltirib topshirsin degan nima bilan berdi. Ya'ni 6-bandni yuvdik hozirda. Hisobda yuvdi. Endi elchixona o'zi qaror chiqarib bo'lgan, nima qilib bo'lgan, o'zi odatda qaytarilmaydi-da. Qaytarilmaydi. Lekin keyingi safarga safarga xuddi mashinasini inobatga olish uchun ham harakat qildi. Pasportni ham, yangi texpasportni ham qo'shib topshiramiz. Bular aytganda, keyingi semestrga bu narsa ta'sir qilib qolmasin deb turib, bu semestrda o'zida mana shu narsani yopib, to'g'rilab qo'yishga harakat qildik. Bu, ya'ni talabalar tushunishi uchun firmamiz maksimum darajada talabalarni o'sha oxirgacha kurashib yordam berishga harakat qilishimiz yana bitta isboti bo'ladi. Shu ko'p holatda elchixona ham xato qo'yapti. Oddiy ayb, ya'ni mana shu biz ayb qilaylik. Nomer beradigan ma'lumotimiz va gaydimiz o'shida o'tirganlarda ozgina e'tiborsizligi mana shuncha yil o'tib turib chiqyapti-da. Oxirida Endi mana bu yerda bu bolani ham shunaqa кейsi bor.
Ya'ni pasportidagi ma'lumotlarni bitta yoki ikkita harfga almashib qolgani uchun bu bola biz bilet topib qo'ygan joyimizga Bileti ketolmadi kuydi. mana. Ketolmay qoldi, to'g'ri. Mana mana shu yerda Kamolidinov ham Azamatjon. nimalari, vizalari, pasportlari turibdi. Endi bitta tarafi hali yoshligimizda domlalarimiz talaba xato qilsa bu xato, domla xato domla qilsa bu xato qilsa anglashilmovchilik deydimi? Shunga o'xshab turib, Elchixonada ham agentstvalar xato qilsa yoki misol uchun biz xato qilsak, bu katta xato hisoblanadi. Elchixona yoki immigratsiya xato qiladigan bo'lsa, bu anglashilmovchilik bo'ladi. ko'pchilikni xayolida ular xato qilmaydi. Xato qilmaydi deb o'ylashadi-da. o'ylashadi. O Lekin bu xatolar narsa ko'p pulga noto'g'ri. tushadi. Juda ko'p xatoni ko'rdik. Universitet ham xato qilganini ko'rdik, immigratsiya ham, elchixona ham xato qilganini ko'rdik. Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Mana bitta oddiy misol. Biz zagran pasportlarigacha hamma hujjatlarni to'liq qilib berganmiz. Vizani chiqarayotganda, elektron vizani chiqarayotganda immigratsiyani o'zi ismi familiyasini yozayotganda harflarni almashtirib qo'ygan. Bu narsa biz bilet olgan holatimizda talabaga Koreyaga ketolmasligiga sabab bo'ldi-da. Keyin elchixona buni immigratsiya to'g'riladimi? To'g'rilab berdi, Уже lekin bilet bu kesib xato bizga $400 ga aylanyapti-da, chunki bu Oddiy bolani misol. bilet hamyog'ini olib qo'yganmiz. Endi misol talabaga tushuntira olmaysiz-da, bu bizni xatoyimiz emas deb turibdi. Immigratsiyani xatosida bu narsa ham oddiy narsa. Bu xatolikda nimada ham Sherzod akada ham bor. Shinyonjida ham oddiy kechaga chiqqan nimalarda ham 9tami 10ta bolani vizasi xato keldi. U endi aytyapti immigratsiya 30-gacha kirsin deyapti. Eng qiziq taraf 30-gacha kirsin deyapti. Vizalar qachon chiqdi? Kechadan oldin kuni chiqdimi Shinyonjida? Kechadan oldin chiqdi. Uje uni to'g'irlatishga 30dan oshib ketadi o'zi. Bilet olib qo'ygan 30gacha deganligi uchun-da bolalar. Bilet olgan, immigratsiya xato qilgan, endi mayli bu bolalar 30dan keyin kirsa ham bo'ladi. Endi qanaqa misol u narsani tushunish ham bor-da. 30gacha kirsin deyapti, biz harakat qildik, biletini oldi, bolalar misol ketadigan paytida vizasi xato bo'lib turgan bo'lsa, endi immigratsiya uni to'g'irlashga vaqt ketadi-yu. O'zini xatosini mana to'g'rilab 30dan keyin kirsa ham bo'ladi degan nimaga keldi-da oxiri. O'sha tema ochilib qoldi. Mana shunda Shingyongju universitetiga esinglarda bo'lsa 25-yil kuzgi semestrga birinchilardan bo'lib magistratura elektron vizaga Bez IELTS Bez Topic hamda KDB bank shotlari yillik daromadlarisiz elektron vizani ochgandi esinglarda bo'lsa. Mana vizalar chiqdi. O'zi boshqa firmalarga ham o'zi biz vizalarni olib yagona firma bo'ldi. Ya'ni universitet faqatgina bizni firmamiz orqali talabalarni qabul qildi. Boshqa tabiiyki boshqa firmalar ham bizga student berdi va ular jami hisobda 90 ta Bez IELTS Bez Topic magistraturaga elektron viza qo'lga kiritdik. Endi bu yerda juda katta muammo bo'ldi. Nimada? Talabalarda yana bitta keysda mana Shingyongju uchun Birinchi bo'lgan immigratsiyani o'zini xatosini mana ko'rib chiqdik. Eng og'irli joyimiz ochishda suv bermasangiz bo'lmaydi. Talabalarda o'zi mana xatolarini nechta talabadan xatosi chiqdi vizada? 9 yoki 10ta. 10ta atrofida. 10ta bolani Immigratsiyani o'zi xato beryapti vizani. Vizani o'zi xato. Tekshirib, zagran pasport nahotaga ham bir bitta xatoyi bilan baribir o'tmaydi-da. Aeroportda o'tmaydi. Bitta harf xato bo'lsa ham aeroportda endi ular xato qilyapti-da. Bu yerda universitetda xatosi sababli ham vizadan 47 ta talabamiz отказ oldi-da, misol uchun. Bu narsani mana biz KDB bank shotlarini, medko'riklarini, hamma talabalarni bir xil hujjatlarini kirgizgan holatimizda universitet misol 25-iyulgacha hujjatlarni beringlar degan bo'lsa, o'sha paytgacha berganmiz. O'sha paytda o'zida aytganligi uchun ham shu planni tezroq bajarib, hamma bank shotda universitet talablarini vaqtida biz bajarganmiz va birinchi raundga topshirish kerak bo'lgan studentlarimiz topshirgan. KDB bank shotlarini bilasizlar, qo'yib pulni yechgandan keyin 1 oy srogi bo'ladi. O'zi 20 kunga yaqin immigratsiyani nimasida chopisi bo'lib turgan, ko'rgansiz. Keyin statuslari companionga o'zgargandan keyin yana elchixona immigratsiya nimadir hujjatlar talab qilganda, qo'shimcha hujjatlar talab qilgan. Diplomda tarjimasini, apostilini talab qilgan. U paytda universitet o'z diplom elektronisini biz apostil qilib jo'natganmiz, elektron hujjat universitetga topshirayotganman. Faqat universitet u paytida universitetda diplomni originalini submit qilgan. Tarjimasi bo'lmagan, apostili bo'lmagan. O'zi immigratsiyaga hujjat berilmaydi-yu, original. Immigratsiyaga faqat elektroniy bo'ladi. O'sha 4 ta hujjat beriladimi? Elektroniy hujjat submit qilinadi-da saytga. O'sha saytga submit qilgan paytida tarjimasi bo'lmagan. Shu tarjimasiz
nima qilib qo'ygan, diplomni o'zini keyin u immigratsiyadagilar o'sha bizga tarjimasi bilan nima qilinglar deb vaqt bergan, universitet keyin apostilni yuklagan. Endi U yerda o'sha boshqa paytda biz aytganmizmi? u paytida biz sabablarni agar yana boshqa muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda o'zida aytganmiz. Nima uchun o'zi kompaniya bo'lib qoldi? Nima qanaqa dokument so'rayapti? U yerda aniq aytilmaganda, qanaqadir tarjima nimadir deb aytilgan. To'liq ma'lumot berilmagan. Biz universitet bilan o'sha yerda bog'lanib, nima kamchilik bo'lsa aytinglar, to'g'rilab beraylik. Nima uchun bolalarga nima qilib fail bo'lib chiqyapti deb tushuntirdik. Universitetda javobi qanaqa bo'ldi u paytda? Universitetda javobi, yo'q, bu yerda muammo yo'q. Buni narsani biz hal qilib bo'ldik, muammoni hal qilib bo'ldik. Hech qanaqa nima bo'lmaydi. O'sha holati bo'yicha dokument qoladi. Ya'ni qoladi qaytarib olib qayta topshirilmaydi. Qaytarib olib qayta topshirilmaydi. U kompaniya bo'lgan. O'sha holat bo'yicha qoladi degan nima bo'ldi? Javob bo'ldi-da. Eng katta muammo shunda bo'ldi-da. O'zi birinchi raundga topshirganimizda o'sha hujjatlari 18 kun o'z immigratsiyada turgan. Undan oldin yana 3-4 kun oldin bir hafta jo'natgan bo'lsa, 1 oy bo'ldi-da KDBsiga. Ikkinchi raunddagilar paytida u narsa muammo chiqdi-da. Birinchi raund o'sha vizasini kutayotgan paytimizda, ikkinchi raund topshirganimizda u muammo chiqdi. KDBga o'sha 1 oy bo'ldi. Keyin biz universitetga aytib turib, universitet shunaqa bir oy bo'ldi KDBga yangilab beraylik deganda, yo'q, biz elchixona immigratsiyadan hujjatlarni qaytarib olmaganimiz sababli kodlari ham yangilanmaydi, shunday holatda qoladi dedi. Vaholanki ular hujjatni qaytarib, yana qaytadan topshirgan bo'lgan. Yangi kod keyin oxir ba'zilari yangilangan, ba'zilari ololmaydigan. Ba'zi kodlarini ololmaydigan. Endi bu yerda bizni nimamiz, aybimiz hamma hujjatni vaqtida yetkazib berganimizmi universitetga yoki o'rtada turganimizmi? Misol uchun talabalarning hozir juda ko'pchiligi jahl ustida yozdi, keyin kecha voice chat ham qildik, gruppada misol uchun, keyin hammasi bo'ldi aka, sizlarni tushundik, jahl ustida yozgandik deb turib, mana Telegram kanalimizga kirsanglar, voice chatlarni ham tashlab qo'yganmiz-da. Hammasi to'g'ri tushunishdi, lekin hali universitetda mana qarang. Yo'q, bolalar kuydi. Universitetda qilgan xatosi sababli bizni Bright Future firmamizni reputatsiyasiga ta'sir qilyapti-da. Qo'pol qilib aytganda, haligi yemagan somsamizga pul to'layapmiz-da. Endi bu narsani men aytdim universitetga. Sizlar bizga universitet tomonidan rasmiy xat chiqarib beringlar. Ya'ni Bright Future aytilgan hujjatlarni vaqtida yetkazib bergan. Bu yerda anglashilmovchilik bo'lgan, ya'ni o'zimizning xatoyimiz bo'lgan degan rasmiy xatni chiqarib berganinglardan keyin biz o'zimizni talabalar va ota-onalarning oldida oqlab qo'yishimiz kerak. Ya'ni bizda unaqa xato o'tmaganini tushuntirishimiz kerak deb aytdi va bu narsani hozir tayyorlashyapti. To'g'ri. Va chiqishiga talabalarga beramiz. Keyin yana bitta holatlar bo'ldi. Ko'pchilik o'quvchilar aytishdi, o'sha banknotda qiymat amount'i o'sha sizlarda kam qo'yildi. Shu sababdan bizga o'zi atkas chiqdi degan nima bo'ldi? Bizga realniy misol sifatida keltirib o'tamiz. Endi u narsani o'zi asli biz isbotlab o'tirishimiz ham shart emas. Chunki u narsani biz so'rab keyin qo'yganmiz-da. O'z-o'zimizdan u katta risk qiladigan joyda nimani miqdorini kamaytirib olmaymiz. Kerak bo'lsa vaqtida bo'ldi, Samsungga $18,000 qo'ydi. Universitet aytdi, u kapital bizda bor edi. U miqdor bor-da, eng qizig'i shu. Universitet 18,000 qo'yish kerak dedi, biz 18,000 qo'ydik-da. Jongbu 16,000 qo'yish kerak dedi, biz 16,000 qo'ydik-da. 16,000 qo'ydik. Nima Kangwonda misol 13,000 qo'yish kerak dedi, Busukda 13,000 qo'yish kerak dedi, biz 13,000 dan oshirib qo'ydik. Ikkovida ham 13,065, 13,065 qilib aytilgan miqdorni qo'ydik xullas. Bu nimaga Singyonjiga kelganda qancha qo'yishimiz kerak deb, o'zi hammasini oldindan biz ham o'zimizdan o'zimiz qaror chiqarmaymiz-da. So'raymiz, universitet bu birinchi marta ishlashimiz Temurda. Misol sertifikatsiz bilan birinchi marta ishlashimiz, ularga ishonamiz. So'radik, qancha qo'yishimiz kerak? $10,000 dedi. O'shandan oshirib qo'ydik. $10,000dan nima qilib? Endi bu yer $10,000 degani Bobur qayerdan olindi bilasizmi? 13 million. 13 million wondan olindi-da. 13 million won bilsanglar, hozirgi kurs bo'yicha $9,000 qanchagadir to'g'ri keladi. Chunki $1,000 yoki $10,000 14 million wondan oshadi-da. O'sha hozir kurs bo'yicha 14.98 ming kod. Nima hozir kurs shunaqada. Endi ular 16 million won so'rashga ham nima yo'q-da, chunki qonunga ko'ra Seul yoki Kyonggi bo'lish kerak. Bu Shingyongju universiteti bo'lsa, u Pusan tarafda joylashgan-da, misol uchun Yangju tarafda joylashgan. Ya'ni unaqa bo'lishi ham mumkin emas edi. Universitetda bizga bergan prikazga ko'ra, ya'ni talabiga ko'ra $10,000 qo'yganmiz. $10,000 qo'ydi. 5 tasiga viza chiqgan baribir mana. O'sha narsani tushuntiryapman. Misol bitta Ahmadjonov Ziyoda degan o'quvchimizga 11-band bilan o'sha
o'sha financial nima sabab bilan atkaz beribdi. $10,050 qo'yganmiz-da. Ha. 31-kuni qo'yganmiz. 31.07da qo'yganmiz. Endi Shermatov Samandar degan o'quvchimiz nimani ko'rsanglar bo'ladi. Bunga ham $10,050 qo'yganmiz 31.07da. Bir Lekin bu xil viza kunda, olyapti. bir kunda bir xil sanada qo'yganmiz. Bunga viza chiqyapti. Bunga atkaz chiqyapti. Endi elchixona immigratsiyaga o'zi qaysi hujjatlar keladi? Moliyaviy sabab deyapti. Moliyaviy sababdan qaysi hujjat beriladi immigratsiyaga? Faqat KDB bank shot. Faqat KDB bank shot beriladi. Diplom beriladi, KDB bank shot, zagiran pasport beriladi, rasm beriladimi? И universitet admission nima hujjati beriladi. O'z 4 ta hujjat beriladi. Til sertifikati kerak emasligini nimasi ham shu yerdan. Shu joyda. Ya'ni hech qanaqa til sertifikatini upload qiladigan, submit qiladigan tugmasi yo'q. Ya'ni bu yerda faqatgina nima qilinganda, nima deydi? KDB qilingan bo'ldi. KDB bormi? KDB soxta bo'lganmikin ham deb ko'rishdi, misol uchun. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, 6-band bilan atkaz beradi. 6 bilan atkaz beradi, to'g'ri. Bu yerda immigratsiya bilan ya'ni elchixonani hammasini farqini ham juda ko'pchilik bilmaydi hozirgacha. Kelinglar shu haqida ham to'liqroq ma'lumot berib o'taylik. Ya'ni immigratsiyani talablari umuman boshqacha. Ya'ni u Koreyaning o'zining immigratsiyasining talabi, lekin O'zbekistondagi elchixona, Qirg'izistondagi, Qozog'iston umuman boshqa davlat elchixonalar o'sha sharoitidan kelib chiqib o'z talabini belgilaydi. Qirg'izistonda ofisimiz borligida esinglarda bo'lsa, bizda til kursiga talab juda ko'p. Ya'ni topikdan biri bo'lish kerak, 3 oy bankda puli turishi kerak, shunaqa talab, lekin Qirg'izistonda yo'q shunaqa talab. Bizda mana hozir $12,500 boshqa provinsiya uchun, lekin Seuldagilarga 15,5 belgilab qo'ydi. Qirg'izistonda yo'q shu talab. 1 oy tursin, imini KDB bankda tursin degan talab yo'q. Talab yo'q, ba'zida. Anovi medosmotrimiz ham bizda faqat bitta klinikada qilinadi. U yoqda xohlagan klinikada qilsa bo'ladi. Ba'zi nimalarda o'zi Qozog'istonda ham to'g'ridan viza vizasi rezimi ham bor. 16 yoshgacha topshirib kirib ketaveradi-da. Ko'pchilik bilmayapti, bizda yillik daromad shu haqidagi ma'lumotlar elchixonaning talabi bor. Ya'ni ota-onaning yillik daromadi bo'lsin degan asosiy talab bor. Lekin ota-onaning yillik daromadi bizda juda ko'p ota-onalarda bo'lmagani uchun bizni sharoitdan, ya'ni O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib, yillik daromadi bo'lmasa rasmiy, o'rnini bosuvchi hujjat ber, ya'ni nomidagi mashina, uy-joy, ko'chmas mulk, noturar binolar hammasi yillik daromadda o'rnini bosuvchi hujjat hisoblanadi. Ya'ni bu elchixonaning talabi, lekin immigratsiyada yo'q shunaqa talablar. Shuni juda ko'pchilik tushunmasdan soxta hujjat qo'ygan deydi yoki har xil sabablar. Endi u ba'zilarda aytdim, misol ba'zilar bilmaydi u narsani. Ba'zilar oddiy O'zbekiston elchixonasiga taqqoslab turib, "Sening soxta daromading yo'qmi? Bermovdingmi ularga hujjat? O'sha ular seni hujjatingni soxta daromad qildirib kirgizgan, shuning uchun atkaz olding" deb qayerlardandir gap olinyapti. U gaplar asossizda. Gaplar asossiz. Misol Polvonov Sherxon degan o'quvchi ham 31da qo'yilgan, bular bilan bitta sanada. Bunga ham viza chiqdi. Boyagi qizga atkaz chiqdi. To'g'ri. Keyingisi misol yana bitta nimada o'quvchimizda atkaz chiqyapti. Ahmadjonov Ziyoda boyagi 30.07da qo'yilgan. 30.07da qo'yilgan yana boshqa o'quvchimizga viza chiqyapti. Turg'unboyev To'ychiboyev. Bir xil miqdor bir xil. Xullas buni bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Nimaga viza beryapti, nimaga atkaz beryapti degan narsa bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Qayerdan ko'pchilik so'rayapti-yu, nimaga asoslanib atkaz berdi deb. Bu narsani biz ham aniqlashtiryapmiz. Bu narsani bizda ham chunki aniq nima yo'q-da. Ko'ryapsiz? Biz uchun ham bu narsa qiziq. Misol bu o'quvchimizga viza beryapti. 28.07da qo'ygan banshot viza bergan. Xuddi shu sanada qo'ygan boshqa o'quvchimizga, To'xtasinov Suhrobjon o'quvchimizga bunga atkaz beryapti. Lekin e-viza masalasi bo'yicha bu narsani aniqlashtiryapmiz hozir. O'zi buni o'ylab qaraydigan bo'lsak, e-viza o'zi 100% viza chiqish kerak. Sababi universitet talabalarni kafillikka olganligi sababli o'zlari viza chiqarib beradi. Bu narsani juda ko'pchilik biladi va O'zbekiston bo'yicha birinchi bo'lib e-vizani bizning firmamiz tomonidan qilingan. Mana shu semestrda ham Hansom universitetiga elektron viza 12 kishi topshirdi. Misol uchun 100% vizalari chiqdi. Bitta talabani topiga 2 kisi bor edi, qolgan hech qaysi talabani magistraturaga topshirgan na bir IELTS, na bir topiga
bor edi. Faqatgina bakalavr sertifikati Ha. bo'ldi. KDB bank shotni ham 1 kunlik qildi. Yillik daromad ham so'ramadi. 100% vizalar Viza chiqdi, ber- Koreyaga ketdi misol uchun-da. Ha, universitetga ham bu yerda ishlash nimasi tajribasi universitet bilan ham bog'liqda. Bog'liq, Chunki to'g'ri. misol biz o'zimizga yarasha shuncha universitet bilan ishlayapmiz-ku, Wusuk bilan ishladik, Samsung bilan ishladik, Jongbu bilan ishladik, Kangwon bilan ishladikda. Ular bilan hali muammo bo'lmadi-da Muammo umuman. bo'lmadi. Chunki ular aytyapti, talab qilyapti. Smit Biz bilan ishladik, ha, nechta. biz ularning talabini Bilan bajarib beryapmiz, 100% chiqyapti. Samsungda misol aytdi, bajardik, chiqdi. U 18 ming desa 18, o'sha paytda nimadagilar Shingyonjidagilar 25 ming demaydimi? 25 ming qo'yib bersa. 25 ming qo'yib Aytgan berishga narsasini plan qo'yib bor beradi. edi, eng qizig'i. Aytgan narsasini qo'yib berishga nimamiz bor-da, imkoniyatimiz bor, ham bor edi. tajribamiz bor. To'g'ri, endi bu yerda yana bitta narsa bilasizlar, boyadan beri aytyapman, e-vizani birinchilardan bo'lib qoldik. Biz hali e-viza to'lovi deb turib to'lovlarni olganimizda misol uchun juda ko'pchilik noto'g'ri tushungan ekan. Biz tushuntirganmiz aslida talabalarga, hali e-viza to'lovi bu immigratsiyaga to'lanadigan to'lov deb turib, biz firma to'lovini mana viza garantiya zero loss deb turib nom qo'yganimiz kabi e-viza uchun qilingan to'lovni alohida olganmiz talabalardan va biz o'rtada pul olib turib, karislar bilan hamkorlikda ishlaganimiz uchun o'rtadagi agentstva misol uchun o'sha hamkorlarimizga pullarni bo'lib berish holatlari ham bo'lgan. Endi bu yerda nima bo'ldi? Bu semestr ba'zi agentstvalar firma to'lovlarini kamaytirib, vizadan keyin olishga nima qilib qo'ydi. Hech qanaqa misol uchun haligi viza to'lovi yo'q deb turib, vizadan keyin $2000 dan misol uchun firma to'lovi deb turib olishyapti-da. Endi bu birovda yomonlash yoki boshqa qilish ma'nosida emas. Bu yerda aytmoqchi bo'layotgan narsam, e-viza qanchalik talabalarga foydasi bor. Ya'ni e-viza bilan oddiy vizani o'zi farqi nima? Agar tushuntirsanglar, bir qator tushuntirib nima qilinglar. Hop, E-viza bilan oddiy vizani farqini tushuntiramiz. O'zi elektron vizani deydigan temasi ochilgan paytda uni ham tushuntirib to'g'ri nima qilib aytib ketadigan bo'lsak, elektron viza 2023-yillarda boshladi adashmasam. Kuzgi semestrda bo'ldimi? 2023 Smit bilan. Ha, o'sha paytda boshlandi. Undan oldin o'quvchilar qanaqa elchixonaga topshirardi. Обязательно hammada yillik daromad bo'lishi kerak edi. Hamma bir oylik KDB banshot qo'yish kerak edi. U narsa chiqdi, elektron viza degan nima qilib hujjat qilishga to'g'ri magistraturalarga foydali bo'ldi. IELTS'ni misol listening deydigan 5,5 dan past bo'lib qolsa. Unaqa o'quvchilar necha marta IELTS topshirib ola olmasdan baribir ta'kidga keta olmaydi-da. U etak keta olmaydigan holatda. U holat chiqdi, o'quvchilarga 3 ta 4 ta tarafdan plyus bo'ldi-da, yengillik bo'ldi. Banshot tarafdan ham eng asosiysi yillik daromad. Elektron viza ota-ona yillik daromad talab qilmaydi. Bu juda ko'pchilikka foydali bo'lgan jihatda, ko'pchilik mana shu sabab bilan ham keta olmayapti-da. Qancha bola. Endi bu semestrdan u ham yana misol kasbiy ta'limga ham qo'shildi, bakalavrga ham qo'shildi. Yana ko'proq imkoniyatlar ochildi ularga ham elektron viza sifatida. U narsani to'g'ri tushunish kerak. Agar bu shanslar, imkoniyatlar bo'lmaganda, hozir ko'pchilik keta olmasdi. Juda ko'pchilik. Yillik daromad sabab. Даже sekin-sekin borib mana sertifikatsiz ham ketyapti-da. Ya'ni bakalavr diplomi bo'lsa, bo'ldi. Koreyaga ketyapti. To'g'ri, misol ko'pchilik o'zimiz ham mana studentni jo'natdik misol uchun. Bo'layotganimizda 90 dan ko'p studentga o'zimizning firmadan viza olib berdik misol. Bu narsalar agar topshiradigan talabalar ichida misol uchun tomoshabinlarni ichida tanishlari bo'lishi mumkin. Hozirda qabullar ochiqda bizda misol uchun shunday keladi, nima qiladi? Bakalavr diplomini beradi, kontraktini universitetda o'ziga to'laydi. Viza chiqqandan keyin elektron vizani to'lovini to'lasa bo'ladi misol uchun. Bunaqa imkoniyatlar o'zi kelgan paytda ishlanmi o'zi bolalar. Birinchisi misol boshida kelganda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qanaqa qilib chiqadi? Chunki ular ham misol sertifikat yo'q-ku. Sertifikat o'zi odatda chet ellik ko'pchilik sertifikat bilan ketadi. Til bilish sertifikati bilan ketadi. Bu narsa imkoniyati bo'lganligi uchun qanaqa qilib ketsa bo'ladi deb o'zlari ham ishonmadi-da. Birinchi misol bolalar shartnoma qilganda necha marta qayta kelib, 2-3 marta kelib, so'rab konsultatsiya olib, oxiri misol ishontirib bo'ldi, sizlardan bir tiyin rasxod qilmaymiz. Demak, tavakkalchiligi bo'lsa, biz o'zimiz qilamiz. Keyin u yog'ini ko'raveramiz. Sizlar bizga diplominglarni bersanglar bo'ldi, biz yog'ini o'zimiz qilib beramiz deb misol nima qilib ishini boshladi. To'g'ri. Shunaqa ko'pchilik tushunmadi boshida. Bu narsani boshida elektron viza mavzusi chiqqanda esingizda bo'lsa, Smit universiteti bilan ishlayotgan paytimizda eng birinchi bo'lib
Bizni firma Firmadan o'zi bir elektron sifatda viza nimaligini talabalar ham, firmalar ham, konsalting firmalar ham tushunmaganda. Vanjaning bilan o'sha Aytopedudi boshlig'i Kimyo Vanjaning bilan qilib nima qilganimizda keyinchalik ikkita semestrdan keyin qolganlar ham reklama qilishni boshladi. Qilsa bo'larkanda degan narsani olgandan keyin. Eng qiziq tarafi til sertifikati kerak emasligini oldin ham biz sezganmiz. Qanday sezganmiz bilasizmi? Topshirgan hujjat topshirish. talabalarimizni ichida IELTS to'piga IELTS yoki TOEFL sertifikati soxtalari bor edi. Bitta ikkita Soxta talabalarni IELTS o'tib ketgan Smith o'tgan semestrda. Smith Nimada? universitetiga nimalarga topshirganimizda ismini specifically eslayolmayman. Lekin ichida o'tib ketib qolganda. O'tib ketib qo'ygan. Biz ham Hech bilmaganmiz, qachon universitet ham o'tmasligi, bilmagan. universitet ham bilmagan, biz ham bilmaganmiz. Keyin talaba bizga aytgandan keyin ha deganmiz haligina joyda. Hali keyin men o'ylaganman, nahot ekan immigratsiya yoki misol uchun universitet ham shu narsani aniqlaymiz. Elchixona misol uchun aniqlaydi. Shuni tekshiradi, soxta bo'lsa 6-band bilan отказ berib tashlaydi. Berdi. Keyin Rasmiy. bilsa, o'zi aslida u til sertifikati immigratsiyaga topshirilmas ekan. Universitet qabul qilsa bo'ldi ekan. Ya'ni universitet talabani qabul qilib kafillikka olsa bo'ldi. Viza chiqaverar ekanda. Biz shu narsani tushunmaganmiz. Endi birinchi bo'lib qilib ko'rganmiz. Juda ko'pchilikka bitta semestrda o'zi 80 ta, 90 ta. Haligini bir hisoblaganimiz o'zi o'tgan semestrda o'zida 330 tamikan hozirgi kungacha jami hisobda 330 ta bo'lsa 400 taga yaqin bu semestrda naqasi bilan qo'shib hisoblaganda elektron viza olibmiz-da. O'zi listening reading hisobga olinmaydi degandan o'zi bilsa ham bo'ladi aslida. Universitet talabaligini bu narsa masalasi ham bor. IELTS misol uchun magistraturaga IELTS 6 kerak bo'lsa, elchixona uchun. Unda 5,5 ham bo'laveradi. 5,5 ham. Listening reading qismida ham farqi yo'q deb boshlagan. U universitetda talaba bo'lgan. O'zi aslida ko'pchilikda biz bilmagan holatda shu narsalarga kirib sekin-sekin ketavergan bo'lganmiz. Biz shuncha talabalar bilan ishlab, shuncha keyslarni ko'rib, keyin bilgan narsani endi 18 ga kirib tushungan bolalar bor. Bilasizlarmi bu safar nima bo'lganini? Bu safar bitta talabani topik sertifikati turibdi, ya'ni hujjat bilan ishlaydigan Robiya. Robiya turib bitta talabani meni chaqiryapti, ko'rsatyapti. Qarasam, anovi topik sertifikatini qarasangiz, anovi 100% anaqada, mana diagrammaga o'xshab chiqqan joyi past 78 mi yozilgan, lekin o'zi 20-25 ga tortadi-da anovi diagrammani palchkasi. Keyin shunaqa shustri talaba ekan, mana eng tagida QR kodini olib tashlagan. Lekin u o'ylagan, buni hech kim tekshirmaydi, bilinmaydi. Bitta qaraganda bilinyapti-da. U elchixonaga kirib ketayotgan hujjatlarda hammasi обязательно tekshirishi, ya'ni pastdagi QR kodini elchixonani maxsus apparatlari o'qishi, shularni hisobga olmaganda. U narsani yana bitta case bo'ldi, aytmoqchi. Ikki topikda bizga 2 deb olib kelyapti. Ikkinchisini bir ham olmagan, lekin 3 deb yozib qo'ygan. 2 marta olib kelsa, to'g'ri o'qib. Bu 2 marta olib. Yo'q, bu adashib turib 3 xil olib keldi. Talabalar ham qiziq soddaroqda, chunki hozir уже elchixonani ham nimalari ham rivojlanyapti-yu tekshirishdi uchun. Bitta o'quvchi imeni qaror o'zgardi dedi-ku, qaror o'zgarib ota-ona nomiga 3 oy bo'lish kerak degan narsa pastdagi sanaga qarashlik haqida bilmaganda, ma'lumot bo'lmagan, tepadagi sanani ham o'zgartirishga harakat qilgan. Tepadagi sanani tanishim bilan o'zgartirdim dedi. U narsani yaxshi elchixonaga kirib bo'ldi, lekin elchini o'ziga kirmaganda, elchixonaga kirib cho'psa bo'lgani 3-4 kun bo'ldi. Keyin bizga aytayapti, aka, shunaqa qilib kirgizib yubordim men. Biz ham bilmaganmiz. Uni rostdan tanishi orqali o'zgartirgan ekan. Lekin u baribir saytdan, boshqa saytdan tekshirganda chiqadigan narsa-da. Tanishi orqali o'zgartirgan, xullas tepadagi sanasini 3 oy oldinga surib qo'ygan. Tepadagi o'sha ro'yxatdan o'tirgan sanasini 3 oy oldinga surib, bizga olib kelib kirgizib olgan. Pastdagi sana o'zi oldin, ancha oldin. O'zi o'tadigan hujjat aslida, lekin uni ham soxta qilganda, o'tadigan hujjatni soxta qilgan. Kirgizib oldi, aka, 3-4 kun o'tyapti, aytayapti bizga u to'g'risida. Soxta kirgizib oldi. Keyin biz uje u hujjatni to'g'risini olib, yana qaytadan tarjima qilib, elchixonaga kirib, EVLSga olib, almashtirib, nimadagi elchixonadagi hujjat ichidagi almashtirib, to'g'risini kirgizib olib, viza chiqdi. Agar bo'lmaganda u bola yana 6-band bilan atkazib turardi. Ko'pchilik
atkazi bo'lsa, shunaqa muammolar bo'lsa bizdan yashiradida. Xuddiki biz Ha. ularni vizasini olib Olib qo'yamiz. qo'yamiz, to'g'ri. Bizdan yashirib qilmoqchi bo'ladi, vaholanki bu yoqda o'zini O'zini zarariga ishlab qo'yadi-da. O'zi Shu biz yerda- viza olishga yordam beradigan kompaniyamiz, ularni atkazi olishiga nima Shu qilsin? yerda bundan keyin topshiradigan talabalardan ham talab, ham iltimos qilib qolardik. To'g'ri. Talabalar bizni to'g'ri tushuninglar. Agar 6-band yoki qandaydir jiddiyroq bandlar bilan atkaz olgan bo'lsanglar, o'shanga qarab yondashishimiz kerakda. Ya'ni uzr xati degan narsa bor. Ya'ni bo'lgan ishlarni to'lig'icha tushuntirib To'g'ri. yoziladigan xat bor. Ko'proq elektron vizada bo'ladi shunaqa. Ya'ni til kursiga topshirib, To'g'ri. teleksdan atkaz olib keladi-da, biz uni pasport nomeri bilan tekshira olamiz xolos u. To'g'ri. Ya'ni bizda application Kodi ham nomeri yo'q, bo'lishi kerak, kodi yo'q, application biz kodi ham tekshira bo'lishi olmaymiz-da. Vaholanki bizdan bekityapti, 6 bilan atkaz olganmiz, lekin biz uni atkazi yo'q deb turib, odatdagiday yondashamiz-da. Unga Tamam. boshqacharoq hujjat tayyorlash mumkin, boshqacharoq Harakatini- qandaydir xatlar qo'shish mumkin. Ularni qo'shmasdan kirgizyapmiz, yana bir marta o'sha band bilan atkaz olib chiqyapti. Ularga yaxshiroq imkoniyatni taklif Ha, qila olamiz. bularga Ha. to'g'ri tushunishi kerak bo'lgan narsa, biz Aybinglarga yashirmang. atkaz olishingizga emas, viza olishingizga yordam beradigan kompaniya. Aybinglarni yashirmanglar. Ochiq oydin aytinglar. Biz shunga qarab harakat qilaylik. Yana Chunki bu уже yerda- ertaga kech bo'lishi mumkin-da. Ha, haligi doktorni oldiga kelib turib, qayeringiz og'riyotganini aytmasdan, ha deb kasalligingizni nima deydi, bekitishga harakat qilayotganingiz bilan bir xilda bu narsa. Qari bu yerda yana bitta narsa, xo'p. Mana hozir nima qilyapmiz? Nima deydi? Har xil universitetlar haqida ham gaplashyapmiz. Misol mana Kunjanni ko'rib chiqdik, Dongiyni ko'rib chiqdik, Chosonda, Shinyongjuda ko'rdik. Yana bitta masala, mana Sojon universitetiga misol o'zi qaysi universitetlarga vizalar yaxshi berildi, qaysilardan ko'proq atkaz chiqdi degan savollar ham bo'lib qolishi mumkin-da talabalar ichida. Ya'ni 26-yil bahorgi semestrga topshirayotgan talabalar ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da bu podkastni. Shunga hozir universitetda reytingiga ham bog'liq bo'lyaptimi shunda yoki oldinlari bilasizlar mana elektron vizaga topshirgan talabalarda ham, oddiy elchixonaga topshirgan talabalarda ham yosh chegarasi bo'lmasdi. 92-yil, 93-yil bolalar ham misol uchun topiga 2 bilan kasbiy ta'limga viza olib ketaverardi-da. Hozir keyin mana ba'zi yana assumptionlar bo'lyapti. Bitta universitetga ko'pgina talaba topshirsa ham atkaz beradimi degan yoki yoshi katta bo'lsa atkaz beradimi degan. Mana men bitta narsani nima qilyapman? Sekin-sekin kompaniya kattalashgani sari kompaniyani boshqaruvga o'tganmizda biz oldinlari mana Bobur men yurgan paytimda o'sha har bitta talabani o'zim gaplashib, konsultatsiya berib, holatidan xabar olib, telefonda gaplashib, Telegramda gaplashib, hamma yoqda o'zim xabardor bo'lganman-da, o'zim kursda bo'lganman-da. Hozir biz asosan mana o'quv markazlari qilib top menejmentda boshqarganligimiz uchun men hozir endi bu semestrdan o'zim ham yana qaytmoqchiman ichiga. Kompaniyani ichiga qaytib, har bitta narsadan aqmoqchiman. Hozir sizlarni mana gap so'zinglardan ko'rib bilyapman. Misol uchun o'sha sizlar hozir talabalarga qanchalikli darajada misol uchun yordam berayotgan. Misol elchixonaga hujjatlari kirib ketgan holatda hozir to'g'risi men bilmadim. Kirib ketgan holatda yana qaytadan o'rtaga odam qo'yib, u hujjatni qaytarib olib, originalini topshirib, vizasini olishinglar misol uchun. Juda ko'p holatlardan men boxabar qolayotgan ekanman-da. Shuning uchun nima deb o'ylaysizlar hozir mana universitetga ko'p miqdorda talaba topshirishi ham viza chiqish ko'rsatkiciga ta'sir qiladimi, yosh ta'sir qiladimi yoki universitet reytingiga ta'sir qiladimi, nima deb o'ylaysizlar? Katta ehtimol bilan bu semestrda statistikasini ko'rib chiqdik. 22 yosh tepasida bo'lgan bolalarga 2003-yil. shunaqa ularga atkaz ko'paygan, ya'ni 7-band bilan atkaz beryapti. Borishdan maqsadi aniq emas degan sabab bilan atkaz beryapti. Endi bu yerda viza olgan, ya'ni 94-yil Nodir aka degan akamiz bor edi. Biz o'zimizda o'quv markazida o'qib, To'g'rida. O'zimizda o'qigan. 94-yil. Endi top 2 bali baland bo'lib, 3 yoki 4 bo'lib, yoshi katta bo'lsa beryapti. O'qishni yoki bakalavr diplomi bo'lib turib, keyin top 2 bilan kollejni topshirgan yoshi kattaroq bo'lsa beryapti. Analizimizdan shuni topyapmiz. Ya'ni bola o'zi o'rtacha 17-18 yoki 19 yoshida kollejni bitiryapti yoki maktabda bitiryapti.
Lekin undan keyingi davrda nima qilib yurganini to'ldirib berolmaganimiz uchun отказ berish boshlandi kollejlarga. Ha. Ya'ni topik 3 yoki 4 oladigan bo'lsa, demak bu bola o'qigan. Koreys tilini o'rgangan. o'qigan, to'g'ri. Yoki bakalavr bo'lsa, bu institutda o'qigan. Universitetda o'qigan. Shunaqa. U narsani ham aka o'zi boshida unaqa emas edi, bilsangiz, birinchi topshirgan paytlarimizda topshirdi-yu o'quvchilar. O'sha paytida biz ular diplomini ham so'ramaganmiz-da, chunki ko'pchilikda unaqa xulosa bo'lgan, boshida kasbiy ta'limni topshiryapti-yu, maktab attestati bilan topshirsin, yo kollej diplomi bilan, litsey diplomi bilan topshirsin. Elchixonaga ham o'sha hujjat bilan topshirish kerak degan narsa bor-da ko'pchilikda. Lekin chunki men diplomimni berib qo'ysam, nima uchun bu bakalavrga emas, magistrga emas, kasbiy ta'limni topshiryapti degan deb отказ beraveradi deb xulosaga boradi degan narsani bo'ldi-da. Lekin biz ko'rdik, bordik, bunaqa holatda отказ beryapti o'quvchilarga. Agar diplomini nimasini yashiradigan bo'lsa, отказ beryapti. Srazu o'sha paytda o'zida haqqoniy qanaqa diplom Ha, bakalavrda nima o'qigan bo'ladi bo'lsa yoki desa, kollejda o'qigan bo'lsa, hujjatlarni diplomni qo'shib qo'shib topshirsa bersa bo'laveradi. viza beradi. O'zi elchixonada ham eng asosiy oltin qoidasi haqqoniylik bo'lishi kerak-da. Iloji boricha maksimalni haqiqiy, Rostgo'y. original hujjatlarni boricha ochib beradigan bo'lsa, viza berish foizi Bolalar oshadi. kuzatgani chiqqanimizda bitta bola yukim og'ir bo'lib ketibdi deb ichidagi oziq-ovqat narsalarni olib berdi. Esladingizmi shu bolani? Ha. Birinchi safar jo'natgani borganimiz, birinchi Ha, reys. ha, 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 Esladingizmi? esladim, narsalarni olib. Ana shu berganmiz. bolada ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Ya'ni kelyapti, aka, men elchixonadan hujjatlarni qaytarib olaman, chunki men bilan teng topshirgan o'rtog'imniki vizasi chiqdi, lekin meniki haligacha chiqmayapti. Ya'ni Ha, Omadulloni, Omadbekni degan bor. aniq ismi esimda Ha, yo'q. ha, 25 kunlik bo'ldi, vaqt o'tyapti, to'g'ri, chiqmadi-da. Keyin u bola aytyapti, hujjatlarimni olib chiqib olaman, sababi men bakalavrdan keyin bakalavr diplomimni berib yuborganman, bakalavrdan keyin nimagadan kollejga topshiryapti degan narsa bo'ladi bu yerda. deb Chunki men bakalavr bilan topshirganman, Xuddi o'sha shunaqa. qaytarib olaman dedi-da. 2 kundan keyin vizasi chiqdi vizasi bola. xuddi shunaqa. Ko'pchilik shunaqa O'sha vaqtda o'yladi-da. qaytarib olganimiz eng katta xato Ha, bo'ladi. qaytarib olsa Ha. u vizasidan quruq qolardi-da. Ha. Shu narsani ko'pchilik tushunmadi. Agar bakalavr diplom bo'lsa menga отказ beradi deb o'yladi. Aksincha bu semestr uni teskarisi bo'lib chiqdi. Teskarisi bo'lib chiqdi. to'g'ri. Teskarisi bo'lib chiqdi. O'zi Hammani biz bakalavr diplom bilan keyin juda katta potokda ishlaganimiz uchun juda ko'p Tajriba. keyslarda har xil keyslarni ko'rdik-da, to'g'risi. Mana o'zimiz ham viza chiqish foizi oldin shu paytgacha mana rekord darajada vizalar bo'lgan. Mana statistika bo'yicha veb saytimizda ham, Telegram, Instagramimizda ham qo'yib borganmiz. 330 ta, 468 ta viza olganmiz va откazlarni ham yashirmasdan aytganmiz. Ya'ni viza chiqish foizi 90% dan yuqori bo'lgan. Lekin bu semestr bitta bizniki emas. Qolgan agentstvalar bilan ham gaplashib turamiz. Misol uchun oshna og'aynilarimiz bor, tanishlar bor. Butun agentstvalar ichida viza chiqish foizi 70% bilan 80% o'rtasida bo'ldi. Misol uchun endi bizda mana 135 ta отказ chiqdi deb 60% desangiz ham bo'ladi. Ba'zilarda shunaqa отказ ba'zilari undan ham tushib ketdi-da. Endi misol uchun bizda общий отказ hisoblaydigan bo'lsa, kechagi kuni hisoblasam 27 yo qanchadir foiz chiqyapti-da. Nima demoqchiman? Bizda talaba ko'pligi uchun o'sha 25%, 27% ko'rsatkich ham откazlar soni ham ko'proq bo'lyapti. Keyin bizda qolgan firmalarda misol uchun mana 110 ta, 105 ta viza chiqqan bo'lsa, misol uchun 30 ta отказ bo'lishi mumkin-da. Protsentga hisoblaydigan bo'lsangiz, ba'zi firmalar bor, misol uchun chiqqanigan vizalarni ko'paytirib aytadi. Misol uchun o'zi 20 ta, 30 ta talabasiga viza chiqqan bo'lsa, 70 ta, 80 ta talabaga viza chiqdi deydi. Откazlarni kamaytirib aytadi misol uchun. O'zi Telegram kanaliga kiradigan bo'lsa, misol uchun hamma juda ko'pchilik agentstvalar nimalarini vizani ko'rib hisoblab sanashsa, vizalarini nimasini qo'yib boradi-da. Nima deydi? Natijani ko'rsatadi. Natija chiqsaki ko'rsatadi. Ya'ni misol juda ko'pchilik ba'zi agentstvalar misol uchun bizda mancha viza chiqdi deydi, lekin u narsa haqiqatga to'g'ri kelishi qiyin-da. Shuning uchun talabalar ham agentstva tanlayotganda o'zi nimaga ahamiyat berishini tushunib olishlari kerak deb o'ylayman-da. Chunki bunday narsada biz boshimiz urilib, shuncha tajriba to'plab, haqiqiy ishlashga, shaffof ishlashga harakat qilsak-ku, misol uchun hamma narsani ochiq-oydin aytsak-ku, mayog'idagi bitta agentstva shapada chiqib turib, misol uchun bizda откazlar soni juda kam bo'ldi deb turib, haligi yolg'on marketing qiladigan bo'lsa, mayog'idagi talaba misol uchun qaysi biriga ishonadi deb o'ylaysiz, misol uchun-da. Bu narsani to'g'rilash kerak. Bozorda
narsalarda shakllantiryapmizmi rost, bu narsani ham ochiq oydin talabalarga aytib o'tishimiz kerak. Misol mana 8-band, mana shu tayinlab qo'ygansiz, Bobur mana. Ha, buni ham Tayinlab ko'rsatib qo'ygan. yuboradigan bo'lsak. Hozir bitta qiziq statistikaga o'xshatamiz. 8-band bilan misol nechta talaba atkaz bo'ldi bizda? 8-band bilan bir 25ta 25 ta 30 tacha talaba 8-band 8-band. Ya'ni bilan 8-band bu yillik daromad. Ota-onasini yillik daromadlari talabani chet elda o'qitishga yetarli emas degan xulosaga kelgan holatda atkaz beryapti. Lekin bir xil holatda mana misol uchun mana men bilan o'rtog'imni nimasi bir xil bo'ladigan bo'lsa holati, ya'ni buni ota-onasi nomida ham bittadan uy, mashina bor, menda ham bir xil, absolyutno bir xil. IELTS topik ballarimiz ham bir xil, lekin bunga viza beryapti, menga atkazib beryapti. O'quvchilar o'zi ham shunaqa holatlarga duch keldi. O'zlari ham ko'ryapti, o'rtoqlari viza olyapti, bir xil. Nimaga buni shansi kamroq edi, meniki ko'proq edi, menga 8 bilan beryapti, buni vizasi chiqyapti degan holatlar bo'ldi. Shu narsani ko'rib turib biz ham o'quvchilarimizni tahlil qildik, daromadlarini solishtirdik, ota-ona mana ishonch hosil qilishlari uchun bu yerda ko'p narsa tahlil qilgan. Bu yerda 200 tadan ko'p o'quvchimizni tahlili bor. Endi buni alohida yana bitta sizlarga Excel qilib yoki sheet qilib nima qilib beramiz, tayyorlab beramiz. Hozir bu yerda asosiy ko'rsatadigan narsamiz, misol bu yerda atkaz olgan o'quvchilar deylik. Atkaz olgan o'quvchilarni ota-onasi ham ishlab turib, nomida kadastr joyi bo'lib turib, 8-band bilan atkaz olgan holat ham bo'ldi. Vaholanki bu yerda na otasi ishlaydi, na onasi ishlaydi, bitta uy, misol ota, bobo buvini pensiyasi bilan holatida qo'shib turib, viza olgan bolalar ham bo'ldi. Har xil holatlar bo'lyapti. Buni holat ko'p. Misol bu yerda hozir taxminan bir 30-40%, balki 50% odamni nimani ota-onani o'zi ota-onasi rasmiy joyda ishlamaydi, o'quvchilar ota-onasi. Даже undan ham ko'proq. Undan ham ko'proq uy, mashina bilan Rossiyada chet elda ishlaydigan talabalar ham bor, misol uchun ota-onasida. Rossiyada ishlab turib bitta o'quvchimiz misol qo'yish masalasi bor ularga, misol uchun u juda detalniy kirib ketilaveradi-da. Bu misol uchun juda ko'pchilik talabalar, bu firma o'ynab kulib yuribdi, telefon qilsa ko'tarmaydi, SMS yozsa javob qaytarmaydi deb o'ylaydi-da. Biz hatto talabani har bittasini o'sha finansiy holati bo'ladimi misol uchun yoki akademik holati bo'ladimi, har bittasini analiz qilgan holatda qaror qabul qilishimizni talabalar tushunish qiyin-da. Misol uchun mana hozir biz erinmasdan o'sha qaysi talabalarni viza chiqqan talabalarni ota-onasini nomida qanaqa hujjatlar bor edi, yana bu yerda nimalari bor? Ota-onasi, bobo pensiyasi, nechta pensiya, даже sonigacha bu yerda belgilab chiqqanmiz. Viza chiqqanlar bilan atkaz chiqqanlarni nimasi, nima deydi? Farqini statistikasi ko'rib olaylik, ya'ni keyingi safarga shu xatoni qilmaylik degan ma'noda analiz qilib, detallarigacha, nuqta virgullarigacha bu yerda bankshot, ota-onaga bankshot qo'yilganmi, qo'yilmaganmi, u to'g'risida ham ma'lumotlar bor. Hammasigacha qo'yib chiqamiz va bitta xulosaga keldik. Bu yerda elchixona xohlagan talabalarga viza beryapti, xohlagan talabalarga atkaz beryapti. Xuddi shunday holat bo'ldi. Misol, o'z ba'zida shanba kuni adashmasam avgustda bir 15-mi nechilarida 120 ta o'quvchiga bir kunda atkaz berdi. 120 ta butun O'zbekiston bo'yicha o'sha kunda nimada hozir saytdan bor, shu vizani tekshiradigan. Nimadagilar, viza sentrdagilar ham xabari bor, u to'g'risida 120 ta o'quvchi atkaz chiqqan. Bir kunda общий hisoblaydigan bo'lsa, u umuman olganda O'zbekistonda 120 ta vaqti katta son aslida. Bitta bizni agentsiyada emas, bu narsani tushunish kerak talabalar. Qolgan agensiyalarda ham qiyinchilik bor, o'zlari ham biladi. Hamma bilib turibdi. Bu semestr bitta bizga emas, hamma uchun qiyin firmalarga og'ir qiyin keldi-da, to'g'risi. To'g'ri. Bu narsani yashirishda, berkitishda keragi yo'q. Ba'zi oxirlarida vaziyat keldi, nimadan viza sentrdan nimaga 7 bilan nimaga 8 bilan atkaz beryapti. Hamma narsasi bor-u. Oldingi misol chiqqan bolalarni solishtirib ko'ring. Bular elchixonadagilar aytibdiki, oxirgi berilgan 7-8-banddagi atkazlarga apellyatsiya bermanglar. Biz sababini keltirib bera olmaymiz degan gapni qilgan. Begardan vaqtinglarni sarflaganinglar qoladi. Shunchaki atkaz berdik deb turib ochiqdan ochiq aytgan. Apellyatsiya bermanglar. Uje oxirgi berilgan 8-7 bilan umuman apellyatsiya berganinglar foydasi. Biz ham tushuntirib bera olmaymiz degan narsani. Shunchaki atkaz berilgan. Degan narsani keltirib aytganda. Yana shu ikkita ota-onalarga ham ko'rsatgan edim. Bizning o'sha itimiz bor edi.
Ya'ni 27-maydagi qaror chiqqandan Qarorda. keyin buni endi hammaga oshkor qilib aytishimiz kerak. Hammani, ya'ni biz ro'yxatimizni to'lig'icha qizilga olganmiz. Bu yoqda hujjatlar bilan ishlaydigan qizimiz bor. Har kuni kechqurunda aynan Everest bilan ishlashimizni hamma biladi. Everest xodimi bilan telefonlashadi. Ya'ni bizda 2 semestr bor. Everest ham birgacha Bahorgi ishlaydi kuzgi bor. kechasi. Lekin qolganlarda, til kursi topshirganlarda 4 semestr bor-da. Biz bu yerda Aziza har kuni o'tiradi, Everestga telefon qiladi. Ya'ni bizdan oldin, biz bilan bitta vaqtda yoki til kursiga qanaqa hujjatlar bilan kirgizyapti yangi qarordan keyin, qanaqa holatda viza beryapti. Ya'ni 10 tadan 8 tasiga, 9 tasiga viza beryapti. U yillik daromadi bo'lgan, nomida bitta mashina bo'lgan, bitta uy bo'lgan yoki bitta yillik daromad, bitta mashina bo'lgan. Xuddi shunaqa holatdagilarni 10 ta, 15 tasini olib turib, jamlab, ya'ni foizini chiqar, undan keyin ko'kka, sariqqa ol deydi. Keyin Aziza telefon qilib chiqadi. Ya'ni sizni holatingizda sariqdagilarga ko'piga telefon bilan bog'lanib, sizni holatingizdagilarga viza chiqish foizi shunaqa bo'lyapti hozir yangi qonundan keyin. Topshiraylikmi, topshirmaylikmi degan joyda shu yerda ham ko'p bolalar уже keyingi semestrga topshiraman, men yana safariga ota-onamni nomiga nimanidir qo'yaman yoki kadastr qilaman degan narsani aytdi-da, o'sha yerdan farqlab oldi. Ya'ni ko'p ota-onalar kelyapti-da, nimaga aynan bunda bir xil holat, bir xil sabab yoki bir xilda hujjat, даже meniki balandroq, lekin 8-band bilan atkazib beryapti. Biz uni bitta biz emas, Everestni o'zini statistikasidan kelib chiqib turib qildik-da bu qarorni. Ya'ni yashilga belgilab, ularni hujjatini qo'ymasdan berganimizni ortida shunaqa ma'lumot yotibdi. O'sha narsani ham ko'pchilik tushunmadi. Shuni ham aytib ketmoqchi edim. To'g'ri. Hozir- O'zi sortirovka qilib kirgizdi elchixonaga, ya'ni o'quvchilarni. Saralar saralab Keyin ham yana atkazdi. shunaqa voqealar bo'ldi. Hozir tajribadan kelib chiqib. tajriba endi bu yerda juda ko'p keyslar bor. Endi- Ha, Endi shuncha misol elchixonani atkazi nimalari to'g'risida gaplashdik-yu. Hozir yana bitta qiziq holatlari to'g'risida ham gaplashib o'tsak bo'lardi. Misol o'quvchilarga qiziq bo'lgan holatlarda viza chiqqan holatlar. Endi atkaz chiqqan holatlarni gaplashib chiqdik. Adashmasam ancha holatni ko'rib chiqdik. Endi viza bergan holatlarni ko'rib chiqamiz. Misol o'quvchini menimcha siz ancha yaxshi taniysiz-da bu o'quvchini. O'zi ham oldin o'tgan semestr ham ko'rgansiz. Bundan oldin 3 marta topshirgan bu bola. 2 marta boshqa firma bilan topshirgan. Keyin bizga kelib biz bilan ishlab topshirgan. Siz bilan teng. Ha. Vizalari chiqqan 97-yil bola Topik 2 bilan kasbiy ta'limga mana vizalarini olyapti. Oldin 2 marta atkaz olgan. 3 marta atkaz olgan. 3-inchisi 4-chi martasi viza chiqyapti. 4-inchisi adashmasam 4-inchisi topshirishi biz bilan 2-inchisi. Biz bilan 2-inchi topshirishi bu bola o'qishga topshirish ham qiziq bo'lgan, aka bilasizmi? Nechta universitetga topshirgan? O'zi odatda 2 ta universitetga topshirib beramiz. Bolani biz o'qishga viza olishidan ko'ra o'qishga kirgizishga qiynaldik. To'g'ri. 5 ta universitetga topshirdikmi? 5 ta. Bor. 10 taga. Hozir- Shuni hisobiga eng oxiri KDB qo'ydi. Ba'zilar aytayapti, bizni KDBimiz kech qo'yildi, shuning uchun bizga atkaz chiqdi degan holat bo'ldi. Bu bolaga eng oxiri o'sha 23 nimada iyulda KDB qo'yganmiz. Eng oxiri bo'lib qo'yganmiz. Eng oxiri bo'lib qo'yib, eng oxiri vizasini Vizasini oldi. olyapti. Eng oxiri bo'lib. To'g'ri. Hozir shunaqa Nasib. keyslar 97-chi ko'pligidan yil. hozir gaplashadigan bo'lsak, soatlar vaqt ketadi. Xudo xolasa yana ikkinchi podkastimizni qismini kutayotganlar bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi qismida kelinglar. 2026-yil bahorgi semestrga qabullar qaysi universitetga topshirsa bo'ladi, qaysi universitetga viza chiqish foizi ko'proq, ishlamoqchi Viza- bo'lganlar, o'qimoqchi bo'lganlar qaysiga topshirish kerak, hammasi haqida kelinglar, yana bitta podkast qilaylik. Agar shu podkastimizni kutayotganlar bo'lsa, bu videoda tanishlarga jo'natib qo'ysam va bu videoda kamida 1000 dona layk yig'ilishi kerak. Shunda ikkinchi podkastimizga tayyorgarlik ko'rib sirazi chiqaraveramiz. Hozir keyslarda 25-yil kuzgi semestr uchun keyslarni ko'rib chiqdik. Bizda firma katta bo'lib 600 ta 700 talaba bilan ishlaganimiz uchun keyslar juda ko'p. Shuning uchun yana qolgan keyslarni ham ikkinchi
podkastimizga olib qo'yamizda. Eng qiziqlari lekin Eng oldinda edi. qiziqlari halilar yana oldinda. Undan Rostdan afzal. juda ko'p kezma tayyorgarlik qilib kelganmiz. Yetmadi. Xudo xohlasa keyingi podkastimiz 2-sonni kutadigan bo'lsanglar, unda universitetga qabullar, ya'ni topshirishda hozir viza haqida asosan gaplashgan bo'lsak, endi universitetga topshirishda qanaqa xatolar bo'ldi, qanaqa misol uchun protsesslar bo'ladi o'zi, kontrakt, grant miqdorlari haqida, hammasi haqida gaplashamiz. Sizlar bilan Kamin Abdulmuxtor hamda Sherzodbek, Andijon ofisimizni rahbari hamda Toshkent ofisimizni rahbari Boburjon bo'ldi. Hammaga kattakon rahmat. Koreyaga topshirmoqchi bo'lgan do'stinglarga bu podkastni jo'natib qo'yinglar va bu kommentariyada aynan qaysi joylari sizlarga qiziq bo'ldi va kelasi podkastimiz uchun nimalarni muhokama qilishimiz kerak. Shularni ham kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Hammaga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Mazza qilib gaplashdingiz. Rahmat. Yengilladi. Rahmat hammaga.